Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Yana bir xil qo'rqinchli boshqarish nazariyasida mundaq deyiladi. Ishchilar eng zo'r chekda tirishib ishlash orqali xizmatdan bo'shatilishning oldini oladi. Lekin yollag'uvchilar eng to'van chekda maosh berish orqali ishchilarning xizmatdan iste'fo berishining oldini oladi. Agar siz ko'p qism shirkatlarning chiqimiga qaraydigan bo'lsangizlar, u holda bu so'zning haqiqatan muayyan haqiqatni aks ettirib beradiganligini bilalaysiz. Buning natijasi shu bo'ladiki, ko'pincha ishchilar nazarini jiroq tikanmay, boshqalarning o'rgatgani bo'yicha bir muqim xizmatga erishish uchun tirishadi. Ular maosh va qisqa mezgillik farovonlik uchun yashaydi. Shuning uchun ishlaydi. Uzoqni ko'zi tutganda bunday qilish amaliyotda intayin xavfli. Buning aksicha, men yoshlarga xizmat izlaganda qanchalik pul topqili bo'ladiganligiga qaramasdan, balki nimalarni o'rganib olalaydiganligiga qarashni tavsiya qilaman. Har kim ma'lum alohida kasbni tanlashdan yoki turmush halakchiligida tiyinning to'xtamay tipirlashidek oldirish xizmat bilan bo'lib ketishdan avval cho'qim o'zi mengayotgan yo'lni obdan dangsab beqishi, o'zining qanday qobiliyatini yetildirishga ehtiyojli ekanligini oydinlashtirib bilishi kerak. Kishilar jon beqish uchunlar jon tikib ishlasa, xuddi cho'gilma qafas bilan to'xtamay hapilishayotgan ombar chashqiniga o'xshab qoladi. Ombar chashqini qancha zo'riqsa, qafasmi shuncha tez beqiraydi. Ammo atisi u o'zining yanala qafasning ichida turganligini bayqaydi. Dağınlıq çolpan Tom Cruise boshirol olgan Jerry Maguire degan filmda nurg'un yaxshi gaplar bor. Ehtimol bularning ichida kishilarning esida eng oson qoladigini pulni ko'rib boqay degan gap bo'lsa kerak. Meningcha bu so'zni haqiqat deyishga bo'ladi. Tom Cruise xizmatdan haydalganda butun shirkatdagilardan kim men bilan birga ketishni xohlaydi deb so'raganda hech kim zuvon surmaydi. Atrof chivin ussimi ong'ingudek darajada tintasliq cho'kadi. Faqat birla ayol o'rnidan turib, men xohlayman, biroq 3 oydan keyin men o'stirlatdim deydi. Bu gap butkul filmdagi eng amaliy gap bo'lsa kerak. Bu gap kishilarning hamisha jon beqish uchun oldirish xizmat qiladiganligining sababini tushuntirib beradi. Mening bilishimcha, a'lo tarbiya ko'rgan odam har yili maoshning o'sishini umid qiladi. Ammo har yili umidsizlanadi. Natijada u yana qayta o'qib, texmi yuqori unvon elib, boshqa bir maosh o'sish fursatini qo'lga keltirishga majbur bo'ladi. Lekin uning bu umidimi nihoyat tezla ko'pikka aylanadi. Mening doim kishilardan sizning kunda mundaq oldirash yurishingizdagi maqsadingiz nima deb so'ragim keladi. Shundaqla heliqi to'xtamay tipirlab turadigan ombar chashqinidek, ularning shuncha tirishib turmushlarining zodi nima uchun ishkanligini, keyinligini zodi qandoq o'tkazishni o'ylaydigan yoki o'ylamaydiganligini bilgim keladi. Amerika pensiyaga chiqqanlar jamiyatining sobiq boshlig'i Cyril Berikfirikning dokladida shaxslarning yashanganda kutinish sug'urtasini boshqarishining bir xil qolaymaqan holatda turayotganligini tilga olgan. Bugungi kunda hukumat uchun ishlaydigan 50% odamning pensiya fondi yo'q. Qolgan 50% odam ichidagi 75-80% odamning yashanganda kutinish sug'urtasi to'liq tarqitilmaydi. Ular har oyda faqatla 55 Amerika dollari, 150 Amerika dollari, 300 Amerika dollarga erishalaydi. Kerlik Kapil o'zining pensiyaga chiqishning siri degan kitobida mundaq deb yozgan. Men mamlakat xarakterlik asosliq bir yashanganda kutinish sug'urtasi bo'yicha maslahat berish shirkatini ziyorat qilgan ham maxsus yuqori darajalik boshqaruvchilar uchun pensiyaga chiqish planini tuzib beradigan bir direktor bilan paranglashgan edim. Men uningdan ashu g'ayriy axloqliq ishchilarning qanchalik yashanganda kutinish sug'urtasiga erishalaydiganligini so'rganimda, u do'lisini qisib, agar urushdan keyingi ko'plab farzandlik bo'lish to'lqinida tug'ilgan amerikaliklarga qaraydigan bo'lsak, ular qiyirgan chig'ida turmushini qamlig'idek pulga ega bo'lolmaydi. Shunga qattiq umidsizlandi, dedi. Kapil buningga ulabla aslidagi pensiya farovonlik plani bilan keyingi texmi ishonchsiz bo'lgan 401 key plani o'tirisidagi farqni analiz qilgan. Bugungi kundami yanala xizmat qilayotgan zo'r bir qism kishilarga nisbatan aytganda, bu go'zal ko'rinish bo'lmasdan, balki faqatla
pensiya fondini ko'rsatdi. Navoda buningga davolanish va uzoq muddatlik oilada kutinish chiqimini qo'shsak, bu ko'rinish texmi qo'rqinchli bo'lib ketadi. Kapil yana 1995-yili nashr qilingan bir kitobida o'tri hisob bilan har bir odamning har yillik oilada kutinish chiqimining 30 ming Amerika dollaridan 125 ming Amerika dollargacha bo'ladiganligini ko'rsatgan. 1995-yili u o'zi turishlik rayondagi hech qanday hashamatlik asarlari bo'lmagan bir sanatoriyga borganida har bir odamning har yillik kutinish pulining 88 ming Amerika dollariga yetirganligini bayqagan. Bir qism ijtimoiy kafolat tuzilmasiga ega davlatlarda nurg'un doktorxonalar kimlarni hayot qoldirish va kimlarni o'limga ishtirishdek ba'zi qiyin qarorlarni chiqarishga majbur bo'libdi. Ular noqul holda bemorlarning puli va yeshiga qarab bu qarorlarni chiqaradi. Agar bemorlar qeri bo'lsa, ular ko'pincha yoshroq bemorlarga ko'proq ko'ngil bo'ladi. Ham qeri, ham kambag'al bemorlar faqat ücretning eng oxirg'ili tiziladi. Shunga boylar texmi yaxshi tarbiyaga erishaligiga o'xshashlar texmi uzun umr ko'ralaydi. Halbuki, oshu kambag'allar bo'lsa, beajal o'lishga majbur bo'ladi. Shunga men ishchilarning faqat kelajakdagi holatini ko'raligan yoki keyingi qitim pul to'laydigan chig'idila ondan o'zining kelajagidan tashvishlanganligidan gumonlanaman. Men oshu texmi ko'p pul tepishni o'ylaydigan kishilarga nutq so'zlagan chig'imda hamisha ularga o'zlarining hayoti haqida ulug'vor bir nishon tiklishini tavsiya qilaman. Men pul va yashash uchun xizmat qilishning intayin muqimligini e'tirof qilaman. Lekin yana boshqa bir xizmat tepib, uningdan boshqa bir qobiliyatni egilib olishni tashabbusmi qilaman. Men doim agar setish qobiliyatini yetildirishga to'g'ri kelsa, eng yaxshisi zanjirsimon setish sistemasiga ega bo'lgan yoki ko'p qatlamli bozor deb atalgan shirkatlarga berib, o'g'inish taklifini beraman. Shu yerda o'gininglar. Bu xil shirkatlarning ko'pinchisida yaxshi tarbiyalash turlari bo'lib, bu kishilarning mag'lubiyat keltirib chiqaradigan tushkunlik va qo'rqish psixikasini yengishiga yordam berdi. Halbuki bu xil psixika kishilarning g'alaba qozonolmasligidagi asosli sabab. Chiroqni ko'zlaganda tarbiyaning qimmati puldan ustun turadi. Men bu takliflarni bergan chig'imda doim degudek, bu bek ovorchilikkan yoki men faqat o'zim qiziqadigan ishni qilishni o'ylayman degandek inkoslarni olayman. Bu bek ovorchilikkan degan so'zga qarata men darrula. Shunga siz bir umr jafoliq ishlashni ham topgan pulingizning 50%ni hukumatga topshirishni xohlaysiz deyman. Men faqat o'zim qiziqadigan ishni qilishni o'ylayman degan so'zga qarata men chiniqish uyiga kirib badan chiniqtirishga ancha qiziqib ketmayman, lekin yanala chiniqaman. Chunki men tenimning texmi sog'lom bo'lishini, texmi uzun umr ko'rishni xohlayman deyman. Afsuslanarligi shuki, ba'zi ko'ni qarashlarning yanala nihoyat zo'r asosi bor. O'rgangan xuy o'lgicha degandek bir odam odatini o'zgartsa, bu boshqa gap. Lekin o'zini o'zgartish to'liq mushkul ish. Halbuki sizlarning oranglardagi oshu bir qism xizmat qilish, yangi narsalarni o'rganib olish uchundir deydigan qarashda toza ching turolmaydiganlarga mundaq deb ilhom bergim keladi. Turmush xuddi men chiniqish uyiga bormoqchi bo'lganimda eng azobli ish chiniqish niyatiga kelishim bo'lganidek, navoda siz bir o'tkaldan o'tibdi kessangiz, keyingilarini qilmoq oson bo'ladi. Men chiniqish uyiga berishdan nurg'un qitim qo'rqdim. Lekin bosamni ko'nglim echilib qoladi. Chiniqib bo'lgandan keyin intayin xushalolda o'z-o'zimga chiniqish haqiqatan yaxshikan deydim. Agar siz yangi narsalarni o'rganishni xohlamay, o'z sohangizda mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, undaqda ishlagan shirkatingizda ishchilar uyushmasi borligiga hamda ishchilar uyushmasining ixtisosliklarni qo'llaydiganligiga ishonishingiz kerak. O'zimni etsam, men emgakchi bilan kapitalistning hech qaysisiga yon bosmayman. Chunki men har ikki tarafning ehtiyoji va manfaatini tushunaman. Agar siz maktabda o'rgatilgani bo'yicha qilsangiz, ixtisos egasiga aylana olasizda, ishchilar uyushmasining qo'g'dishiga eng oson erishalaysiz. Olayliq, agar men ushquchilik hayotimni izchil davomlashtirgan bo'lsam, u holda men kuchli ushquchilar uyushmasi bor shirkatni izlaydim. Nima qadamsiz? Chunki men ömür bo'yi faqat mushuk kasbda oshundoq bir xil qimmatga ega mahoratni yetildiraydim. Navoda men bu kasbdan shollab etilsam, u holda mening bir umr yetildirgan mahoratim
boshqa ishlarga faqatla asqatmaydi. Cho'ng tipdagi transport aeroplanini 100 ming soat haydigan oliy darajalik bir uçquchi yiliga 150 ming Amerika dollari topalaydi. Ammo u xizmatdan bo'shatilsa, kirimi yuqori bo'lgan o'qituvchilik xizmatini tepishdas. Bir kasbdagi mahoratning yana bir kasbga mos kelishi noto'g'ri. Chunki aviatsiya kasbida qadrlangan uçquchining mahorati maktab ma'rifi sistemasida ancha e'tiborga ilinmaydi. Shunday emasmi? Buni hatto hozirgi doktorlarga tadbiqlashga bo'ladi. Tibbiy ilmning o'zgarishiga ergishib, nurg'ulg'an tibbiy dori mutaxassislari salomatlik va dori tashkilotiga o'xshash davolash apparatlariga kirishga muhtoj bo'ladi. O'qituvchilarmi ishchilar uyushmasiga a'zo bo'lishi kerak. Hozirgi Amerikada o'qituvchilar uyushmasi barliq ishchilar uyushmasi ichidagi eng cho'ng, eng boy uyushmalarning biri bo'lib, mamlakatlik ma'rif birlashmasi g'oyat zo'r siyosiy ta'sirga ega. O'qituvchilar ishchilar uyushmasining qo'g'dishiga muhtoj. Chunki ularning mahoratining qimmati faqat maktab ma'rifi sistemasi bilan cheklanadi. Shunga, agar siz yuksak darajada kasblashgan kishi bo'lsangiz, ishchilar uyushmasiga qatnasangiz to'limi oqilona ish qilgan bo'lasiz. Men o'zim dars bergan sinfdagilardan oranglarda qanchinglar McDonald'danmi yaxshi hamburg polkasi pishira olasizlar deb so'rganimda, o'quvchilarning hammasi degidek qo'l ko'tardi. Men ulabli yana navoda ko'pchilikinglar McDonald'danmi yaxshi hamburg polkasi pishira olsanglar, undaqda u nemishqa sizlardimi jiq pul topadi deb so'rdi. Buning javobi ro'shanki, McDonald bir yurish yaxshi savdo sistemasiga ega degandan iborat bo'ladi. Nurg'ulg'an talant egalari shuning uchun namratki, ular butun vujudi bilan hamburg polkasi pishiradi, ammo savdoni qanday qilishni toza bilib ketmaydi. Mening havoyliq bir do'stim bo'lib, u nihoyatda yetuk san'atkor edi, lekin hech qancha pul topamagan edi. Bir kuni onasining advokati uningga telefon berib, onasining uningga 35 ming Amerika dollari miras qoldirganligini aytibdi. Bu uning onasining uy zamindan kirgan kirimidan advokatlik haqqi bilan hukumatga topshiradigan bojni chiqarayotgandan keyin qolgan ekan. Uzun o'tmay u o'z ishlarini oqtiradigan bir fursatni bayqabdi. Buning uchun u pulining bir qismini e'lon orqali o'z ta'sirini kengaytirishga ishlatibdi. 2 oy o'tgandan keyin uning bir betga liq kelgan 4 xil ranglik e'loni bir qimmat baholiq jurnalda besilibdi. Bu jurnalning asosliq o'qirmanlari boylar. Lekin e'lon besilib 3 oy o'tgandan keyinmi hech qanday unumi ko'rilmabdi. Mirosning hammasi ashundoq hashlinib tugabdi. U hozir o'zini xato yo'lga boshlagan yiliqi jurnal ustidan arz qilmoqchi bo'layotibdimish. Bu faqat hamburg polkasi pishirishni bilib, uni qanday setishni bilmaslikka oid bir tipik misol. Men uningdan nimalarni o'rganib olganligini so'rganimda u faqat e'lon savdogarlarining hammasi aldamchi ekan deb javob berdi. Yana mol setish darsi bilan bevosita setish darslaridan birarni o'rganishni xohlamaydiganligini so'rasam, u vaqtim yo'q, ham buningga pul isrof qilishni xohlamayman deb javob berdi. Dunyoning hamma yerida talantli kambag'allar ko'p. Ko'pincha ahvolda ularning kambag'al, qo'li qisqa yoki topgan pulining asli topalaydiganidan oz bo'lishining sababi ularning texi bilmaydigan narsalarning yana bo'lganligida. Ular faqat diqqatini hamburg polkasi pishirish mahoratini yaxshilashga va mukammallashtirishga qaratib, setish va yetkazib berish mahoratini o'stirishga diqqat qilmaydi. Ehtimol McDonald eng yaxshi hamburg polkasini pishira olmasligi mumkin. Lekin u odatki saviyadagi hamburg polkasi pishirish sharti ostida eng yaxshi setish va yetkazib berish mulozimatini qila oladi. Namrat dadam mening ma'lum xos ortiqchiligimning bo'lishini umid qiladi. Bu uning qarshicha texmi yuqori kirimga erishishning yo'li bo'lishi kerak. Havoy shtatining boshlig'i uning shtatlik hukumatda yana ishlashiga bo'lmaydiganligini uqtirgan chog'dimi? A'lo tarbiya ko'rgan dadam yanada meni ma'lum xos ortiqchiliklarni o'rganib olishga ilhomlantirdi. Keyin a'lo tarbiya ko'rgan dadam ma'rif ishchilar uyushmasining xizmatini qo'liga olib, oshu oliy kasbiy ixtisosliklar va a'lo tarbiya ko'rgan kishilarni texmi yaxshi turmush kapolatiga ega qilish uchun tirishdi. Biz doim mushu ish haqida talash-tortish qilamiz. Ammo men uning azaldan ziyoda kasblashib ketish, mushundoq kishilarni ishchilar uyushmasining qo'g'dishiga muhtoj qilib qo'yilgan sabab deb qaramaydiganligini bilaman. U nemishqa kishilarning qancha kasblashgan siri
patqoqqa shuncha petib ketirganligini, o'zini o'zi tortib chiqarolmaydiganligini tushunmaydi. Boy dadam mak bilan ikkimizga o'zimizni tarbiyalash taklifini berdi. Nurg'unlagan korxonalarmi mushuninga o'xshash ish qiladi. Ular savdo maktablaridan biror yosh ham aqlli o'quvchini topidi, ham ularni tarbiyalab, bir kunlarda uning shirkatga rahbarlik qilish iqtidorini yetildirishini umid qiladi. Shunga bu aqlliq ham yosh xodimlar ma'lum bir tarmoqning kasbini tadqiq qilmasdan, balki bir tarmoqdan yana bir tarmoqqa yo'tkilish orqali butkul korxona sistemasining har qaysi jihatlariga oid bilimlarni o'rganadi. Boylarmi hamisha o'zining bolalari yoki boshqalarning bolalarini mushundoq tarbiyalaydi. Bunda qilganda bolalar bir korxonaning tijorati haqida mukammal bilimga ega bo'la oladi hamda o'xshash bo'lmagan tarmoqlar o'rtasidagi munosabatni tushuna oladi. Ikkinchi dunyo urushini beshidan kechirgan oshu bir avlod kishilarga nisbatan aytganda, bir shirkatdan yana bir shirkatga yo'tkilib yurish yomon ish deb qaraladi. Holbuki, hozir kishilar buni donolik deb qaraydigan bo'ldi. Kishilar texmi cho'nqur bo'lgan kasbiy bilimlarni o'rganishni xohlamay, balki bir shirkatdan yana bir shirkatga olmishni xohlagan ekan, undaqda nima uchun ko'proq o'rganishni istamay, balki ko'p pul tepishga kirishib ketadi. Qisqa mezgildan qaraganda sizning topgan pulingiz ozroq bo'lsin, lekin uzun mezgildan qaraganda siz bulardan zo'r manfaatga erisha olasiz. Muvaffaqiyat qozonishda bo'lishga tegishli boshqarish sohasi tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, pulning oylanishini boshqarish. Ikkinchi, sistemani boshqarish, ya'ni o'zingizni, vaqt va oilani o'z ichiga olgan sistemani boshqarish. Uchinchi, xodimlarni boshqarish. Eng muhim bo'lgan maxsus mahorat setish va bozor tijoratini tushunishdir. Setish mahorati shaxsning muvaffaqiyat qozonishidagi asosiy mahorat bo'lib, u boshqalar bilan bo'lgan aloqaga chetiladi. Boshqalar bilan bo'lgan aloqa xaridori, yollanguchisi, xo'jayini, jo'risi va bolalari bilan bo'lgan aloqani o'z ichiga oladi. Holbuki, aloqalashish iqtidori, olayliq yozma ifodalash, ig'zoki ifodalash hamda suhbatlashish iqtidori qatorliqlar bir odamning muvaffaqiyat qozonishida texmi muhim o'rin tutadi. Mana men har xil darslarni o'rganish, o'qitish lentalarini setib orqali bilimimni oshirdim hamda o'zimning bu mahoratimni to'xtamasdan o'stirish orqali oqibat muvaffaqiyat qozondim. Dal men tilga ip o'tgandek, mening a'lo tarbiya ko'rgan dadam xizmatni tirishib ishlagan sari texmi zo'r raqobat iqtidoriga ega bo'ldi. Lekin o'zining kasbiy ortiqchiligiga texmi bek beqinib qoldi. Gerçi uning maoshi o'sgan bo'lsa-mu, ammo tanlash fursatidan mahrum qoldi. U hukumatdagi xizmatidan ayrilib qolgandan keyinla ondan o'zining kasb tanlash jihatda to'liq iqtidorsizligini bayqadi. Bu xuddi kasbiy tanarkachilar tuyuqsiz yorilinib yoki yeshi cho'ngib ketib, qayta musobaqaga qatnashamay, ilgiriki yuqori kirimlik xizmatidan quruq qolgandan keyin ularning cheklik mahorati yangi yo'l tepishga to'salg'i bo'lganiga o'xshaydi. Meningcha, bu nima uchun o'sha vaqtdan boshlab a'lo tarbiya ko'rgan dadamning ishchilar uyushmasini muncha qo'llaydigan bo'lib ketganligining sababi bo'lsa kerak. Chunki ishchilar uyushmasining o'ziga zo'r manfaat yetkazadiganligini bilib yetgan edi. Boy dadam mak bilan ikkimizni hamma narsalarni degidek oz-to'la bo'lsa-mu tushunib olishga ilhomlantiradi. Bizni o'zimizdan texmi aqlli kishilar bilan birga xizmat qilishga ham ularni tashkillashga undaydi. Bu xil usul hozir mutaxassislarning birlashishi deb ataladi. Bugungi kunda men ilgirki maktabdagi o'qituvchilarning har yili necha 100 ming Amerika dollari tepayotganligini ko'ryapman. Ularning muncha ko'p pul topa olishiga sabab ularning o'z kasbida ortiqchilikka ega bo'lganligidan bo'lmasdan, balki boshqa jihatlardami iqtidori bo'lganligida. Ular ham dars o'talaydi, ham tijorat qila oladi. Men tijoratdanmi muhim bo'lgan mahoratimning boyliqligini texi bilmayman. Lekin tijorat mahoratini egilib bilish ko'pincha kishilarga nisbatan xilli tas. Chunki ular mag'lub bo'lishdan hammadan bak qo'rqadi. Shunga siz kishilik aloqa, savdo suhbati va mag'lubiyatga uchragan vaqtingizdagi qo'rqish psixikasini qancha ko'p tugitalisangiz, turmushingiz shuncha ozod bo'ladi. Xuddi men heliqi kitoblari bozor topgan yozuvchi bo'lishni o'ylaydigan yosh ayol yozuvchiga bergan taklifimga o'xshash. Bugunmi boshqa barliq kishilarga mushu taklifni beraman. O'z kasbiga intayin pishiq bo'lish ham ortiqchilik
ham ojizlikdir. Mening nurg'un do'stlarim bor. Ular ajoyib tabiiy talantga ega. Ammo ular boshqalar bilan texmo ko'p aloqa qilish orqali o'zlarining tabiiy talantini joriy qildirishga moyir bo'lmaganlikdan topgan puli to'limi oz. Men ularga 1 yil vaqt sarf qilib, bir narsalarni setishni o'rganishni tavsiya qilaman. Hech nima topolmagan holatdami ularning kishilik munosabatni bartaraf qilish iqtidori zo'r darajada o'sgan bo'ladi. Bu xil iqtidor bebaho bo'ladi. Yaxshi o'rganguchi, sotquchi va tijoratchi bo'lishdan sirt, biz yana yaxshi o'qituvchi, yaxshi o'quvchi bo'lishimiz kerak. Haqiqiy boy bo'lishni o'ylasak, ham badal to'laydigan, ham nafga erishadigan bo'lishimiz lozim. Qo'li qisqa yoki kasbi ko'ngildagidek bo'lmagan kishilarni epsak, ularning doim beradiganimi oz, oladiganimi oz bo'ladi. Men nurg'un kishilarning nomrod bo'lishining, ularning ham yaxshi o'qituvchi, ham yaxshi o'quvchi bo'lmaganligidan ekanligini bilaman. Mening har ikkili dadam jasorati urg'ib turadiganlardan. Har ikkilisi badal to'lashni birinchi o'ringa qo'ygan. O'qitish ularning badal to'lashdagi yo'llarining biri. Ularning to'lagan badallari qancha ko'p bo'lgan sari erishganlarimi shuncha ko'p bo'ladi. Lekin ro'shan farq ularning pul orqali to'lagan badallarining o'xshamasligida bo'ldi. Boy dadam boshqalarga nurg'un pul berdi. Pullarini cherkov, xayr-saxovat o'rinlari va o'zining fondi jamiyatiga iyon qildi. U pul tepishda oldi bilan pul xarjlash kerakligini obdan biladi. Pul xarjlash oshu intayin boy oilalarning boyligini saqlashidagi bir angush turi bo'lib, bumi Rockefeller fondi jamiyati, Ford fondi jamiyatiga o'xshash mushundaq apparatlarning mavjud bo'lib turishidagi sabab. Bu apparatlarni qurish, boylikka erishish, qarorlik badal to'lash orqali boylikni texmi oshirish uchundir. A'lo tarbiya ko'rgan dadam doim ortiq pulim bo'lganda uni yoniga sarf qilaman deydi. Ammo uning azaldan ortiq puli bo'lib boqmagan edi. Shunga u texmi ko'p pul tepish uchun texmi baktirishib ishladi. Halbuki pul tepishning eng muhim bir prinsipi bo'lgan "Ba'san olasan" deganga diqqat qilmadi. Aksicha, olgandan keyin ondan berish muddaosida bo'lib keldi. Qisqasi, men har ikkili dadamning ta'siriga uchradim. Bir tarafdan kapitalizmning tavranmas e'tiqodchisi bo'lish sifatim bilan pul orqali pul tepishga qiziqdim. Yana bir tarafdan ijtimoiy mas'uliyatchanligi bor o'qituvchi bo'lish sifatim bilan boylik bilan nomrodlik o'tirsidagi honing kun sayin cho'nqurilishib berayotganligini yaqindan kuzatdim. Mening qarashimcha, texi mukammallashmagan ma'rif sistemasi bu honing cho'nqurilishib ketishidagi javobgarligini ustiga elishi kerak. Boy dadam, nomrod dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Qiyinchilikni yenging. Kishilar o'rganish orqali moliya bilimlarini egallaydi. Lekin moliya erkinligiga erishish yo'lida nurg'un to'salg'ularga uchraydi. Bizga ma'lumki, mulk turi zo'r miqdorda naqd pul obirtini borliqqa keltirib, kishilarning xiyolidagidek erkin turmush kechirishiga turtki bo'ladi. Bundaq bo'lganda kun bo'yi turmush halakchiligida oldirash ishlashning hojati qolmaydi. Lekin moliya bilimlarini egallagan kishilar ko'p hollarda yanada yetarlik mulk turiga ega bo'lolmaydi. Buning asosiy sababi tovanlikcha. Birinchi, qo'rqish. Ikkinchi, dunyodan, turli urf-odatlardan norozi bo'lish. Uchinchi, o'rinliq. To'rtinchi, nachar odat. Beshinchi, manmanchilik. Birinchi sabab pulning bekorga ketishidan qo'rqish psixikasi. Men pulning bekorga ketishini yoqtiradigan odamni uchratib boqmadim. Lekin hozirgacha puli bekorga ketib boqmagan boynimi ko'rib boqmadim. Ammo men mablag' silishda bir tiyin pulimi bekorga ketmagan kambag'allarni bo'lsa jiq ko'rdim. Pulning bekorga ketishidan qo'rqish psixikasi haqiqatan mavjud. Har qanday odamda mushundaq psixika bo'ladi, hatto boylardami shundaq. Lekin qo'rqish psixikasi amaliyotda hech qancha masala emas.
Мәселе sizning qo'rqish psixikasiga, ziyoniga qanday muomala qilishingizda. Mag'lubiyatga muomala qilish usullarining o'xshamasligi kishilarning turmushdagi farqini keltirib chiqargan. Yolg'iz pulg'ila emas, turmushdagi har qanday ishga muomala qilishmi shunday bo'ladi. Boylar bilan kambag'allar o'rtasidagi asosli farq ularning qo'rqish psixikasiga tutgan muomalasining o'xshamasligida. Qo'rqish normal ish. Pulga kelgandimi shundoq. Garchi sizning qayta besh fursatingiz bo'lsa-mu, yanada qo'rqsiz. Biz hammamiz ma'lum jihatlarda botir, ammo ma'lum jihatlarda qo'rqinchoq. Mening do'stimning ayoli jiddiy qutqizish bo'limining sestrasi bo'lib, badanidan qon eqayotgan kasallar oldiga kelsa, tamtirmayla davolayoladi. Lekin men mablag' silishning gapini qilsamla o'zini qochirdi. Aksicha, men qonni ko'rsamla o'zimni qochiraman. Boy dadam kishilarning puldan qo'rqish psixikasini tushunadi. Ba'zilar jilondan qo'rqidi, ba'zilar pulidan ayrilib qilishdan qo'rqidi. Bularning hammasi qo'rqish psixikasidir. Shunga uning puldan ayrilib qilishdan qo'rqish psixikasini yengadigan bir abjil chorasi bor. Bu bo'lsa-mu, agar siz tavakkulchilikdan besar bo'lsangiz, pulingizning bekorga ketishidan ansirasangiz, undaqda burunroq harakat qilib, pul yig'ishingiz kerak. Degandan iborat. Bu bankning sizning yosh vaqtingizdan tortibla pul omonat qo'yishingizni tavsiya qilishiga sabab. Agar siz yosh vaqtingizdan tortibla pul omonat qo'ysangiz, undaqda texmi oson boy bo'la olasiz. Albatta, men omonat qo'yishni boylik to'plashning yaxshi usuli deb qaramayman. Bu yerda bu masalani tafsiliy muhokama qilib o'ltirishni xohlamayman. Lekin shuni ko'rish kerakki, 20 yoshidan boshlab pul omonat qo'yishga boshlagan kishi bilan 30 yoshidan boshlab pul omonat qo'yishga boshlagan kishi o'tirsida haqiqatan nihoyat zo'r farq bo'ladi. Ba'zilar takrar o'sim hisoblashni mo'jiza deb qaraydi. Aytishlarga qaraganda, Manhattan orolini setib olish tarixdan buyanqi eng arzon savdolarning biri bo'lib kelgan. Ya'ni Nyu-York 24 Amerika dollarlik arzon buyum sifatida bu orolni setib olgan ekan. Navada aşı 24 Amerika dollari mablag' qilib silinsa, yiliga 8%lik o'sim bo'yicha hisoblaganda 1995-yilga kelganda bu 24 Amerika dollari 28 trillion Amerika dollari bo'ladi. Agar bu 24 Amerika dollari omonat qo'yilsa, bugunga kelganda 1995-yildagi o'zimin bahosi bo'yicha Manhattan orolini yangi boshdan setib olgan bo'ladi. Mening bir qo'shnim bir kompyuter shirkatida 25 yil ishladi. Yana 5 yildan ko'proq vaqtdan keyin u bu shirkatdan ayrildi. 401 key plani bo'yicha bo'lganda, u vaqti kelganda 4 million Amerika dollariga erishdi. U bu pullarning ko'p qismini ko'paydigan o'rtaq fondga mablag' qilsasimi, shirkat zoyimiga va hukumat zoyimiga almashtirsimi bo'ladi. U shirkatdan ayrilgan chig'ida faqat 55 yoshga kiradigan bo'lib, har yili 300 ming Amerika dollaridan naqd pul kirimiga erishib turdi. Bu uning muosh kirimidanmi yuqori. Shunga siz agar ziyondan qo'rqsangiz yoki tavakkulchilikni xohlamasangiz, hech bo'lmaganda mushuni bo'lsimi qila olasiz. Lekin siz cho'qim burunroq harakatga kelishingiz, ya'ni kelib mukammal bir pensiya plani tuzib chiqishingiz kerak. Buningdan boshqa siz yana mablag' solish qarorini chiqarishdan avval sizga yo'l ko'rsatib beradigan ishonchli moliya maslahatchisidan birini taklif qilishingiz kerak. Lekin sizda uncha ko'p vaqt yoki burunroq pensiyaga chiqish umidi bo'lmasa, qanday qilishingiz kerak? Puldan ayrilib qolishdan qo'rqish psixikasini qanday yengishingiz kerak? Namrat dadam bu jihatda hech qilmadi. U faqat bu masaladan o'zini qochirib, bu to'g'riliq muhokama qilishni rad qildi. Boy dadam bo'lsa buning aksicha mening Teksasliklarga o'xshash tafakkur qilishimni tavsiya qiladi. U doim "Men Teksas shtatini va Teksasliklarni yaxshi ko'raman. Teksasda hamma erkin. Teksasliklar utsa, nihoyat ko'p utadi. Utirmasimi kishini hayron qoldirdi", deydi. Men "Ajba ular mag'lubiyatni yoqtiramdi?" deb so'rsam, u "Men bundoq demoqchi emas. Hech kim mag'lubiyatni yoqtirmaydi. Agar menga bir mag'lubiyatchini ko'rsatmoqchi bo'lsang, xushal mag'lubiyatchini ko'rsatgin." Mana bu Teksasliklarning qiyin xatar, foyda va mag'lubiyatga tutgan pozitsiyasi, yashash usuli. Ular intayin mard keladi. Bizning bu yerdagi pulga kelganda intayin piqsiqlik qiladigan kishilarga o'xshamaydi. Bu kishilarga navoda milishmonlar do'konining xizmatchilari
25 tiyinni kam qaytirib qolsa, ular to'xtamay voysaydi emasmi? deydi. Boy dadam yana buningga ulapla tushundirib mundaq deydi. Men Teksasliklarning turmushga tutgan pozitsiyasini eng yoqtiraman. Ular usta to'limi mag'rurlanadi. Uturvasimi o'zini maqtab yurdi. Teksasliklarda jiqilsang to'gidan jiqil deydigan gap bor. Ular sening o'zlarini onchki ish uchunlar vayron bo'ldi deb qarashingni hargizmi xohlamaydi. Boy dadam mak bilan ishkimizga moliyada muvaffaqiyat qozonmaslikdagi eng chong sabab ko'pincha kishilarning ish qilganda bexatarlikni ziyoda o'ylashib ketganligida. Kishilar mag'lubiyatni ziyoda qo'rqqanlikdilla mag'lub bo'ladi deydi. Bu uning doim deydigan gapi edi. Bu vaqt yana Amerika Zaytun top birlashma musobaqasidagi tanliq moyir Franik Takinton boshqish qilib, g'alaba demaklik mag'lubiyatdan qo'rqmaslik demaklikdir, deydi. Men o'z turmushimda mag'lubiyatning doim g'olibiyatga ergishib yuradiganligiga diqqat qilib keldim. Men velosiped minishni o'rganishdan ilgari nurg'un qitim yiqilib tushgan. Men urgan to'pi faqatla qiyib ketmaydigan golf top moyirini azaldan ko'rib boqmadim. Shundaqla azoblanmagan oshiqni ko'mdim. Puli bekorga ketmagan boyini texmi ko'mdim. Shunga ko'pincha kishilarga nisbatan aytganda, ularning moliyada g'alaba qozonolmasligiga sabab dal ularning puli bekorga ketgandagi ma'yusligining pul topgandagi shodligidan zo'r darajada eshib ketganligida. Teksasliklarning hamma odam jannatga kirsamkin deydi, lekin hech kim o'lishni xohlamaydi deydigan yana bir hikmatli so'zi bor. Vaholanki o'lmasa qandoqmi jannatga kirgili bo'lsin. Mana bu ko'pincha kishilarning boy bo'lishni o'ylasimi, mablag' silish jarayonida pulining bekorga ketishidan ansirganiga o'xshaydi. Chunki ular mangu jannatga kirolmaydi. Boy dadam ilgari mak bilan ishkimizga doim Teksasga sayohatga borgandagi ishlarini so'zlab beradi. U agar sen haqiqatan qiyin xatar, ziyon va mag'lubiyatga qanday muomala qilishni o'rganmoqchi bo'lsa, undaqda Sant Antoniodagi Alamo'ga deydi. Alamo'da mundaq bir rivoyat bor bo'lib, botirlar g'alati maxluq bilan tutishganda g'albidan umid yo'qligini bilib tursimi, yanala elishni tanlaydi ekan. Ular o'lishga rozi bo'ladi ekanki, taslim bo'lishni hargiz xohlamaydi ekan. Bu haqiqatan o'rganishga arziydigan, kishini hayajonga soladigan bir hikoya. Ammo bu yana echinishlik bir qitimliq harbiy mag'lubiyat. Sizning Teksasliklarning mag'lubiyatga duch kelganda qanday qiladiganligini bilgungiz kelamdi. Ular bunday chaqda Alamoni esingdan chiqarma deydi. Mak ishkimiz bu hikoyani ko'p qitim anglagan. Boy dadam cho'ng savdo qilishdan avval yoki ko'ngli tashvishlangan chaqda bizga bu hikoyani so'zlab beradi. Hamma ishlarni tafsiliy o'rinlashtirib bo'lgan yoki bir ishni tugatgan chaqdimi yana bizga bu hikoyani so'zlab beradi. Har qitim xatolik o'tkazib qilishdan ansirgan yoki puli bekorga ketishdan qo'rqqan chaqdimi yana bizga bu hikoyani so'zlab beradi. Bu hikoya uningga kuch ato qilgan edi. Doim boy dadamga faqat to'liq ishonch bilan tirishib kurash qilgandila ziyonni foydaga aylantirg'ili bo'ladiganligini eskartib turadi. Boy dadam mag'lubiyatning o'zini texmi kuchlik, texmi dono qilib yitirganligini biladi. U ziyon tortishni xohlab ketmaydi, lekin o'zining qanday odamligini, ziyonga qanday muomala qilish kerakligini biladi. Ziyonni qabul qila oladi hamda uni foydaga aylantira oladi. Bu eng oxirida uning g'olib kelishi, boshqalarning mag'lub bo'lishi, shundaqla boshqalar chekinganda uning yanada oxirgi manzilga qarab botirona ilgirlishining tub sababi edi. U mana bu mening Teksasliklarni shuncha yoqtiradiganligimning sababi. Ular mag'lubiyatni qabul qiladi ham uni g'olibiyatga erishishga bir ko'rik qiladi, deydi. Bugunga kelganda men boy dadamning bu so'zining ma'nosini texmi cho'nqur his qilmoqdaman. Teksasliklar mag'lubiyatini yushirib ketmaydi. Ular o'ngsizlikka uchragan sari texmi qaysarlashadi. Mag'lubiyatni qabul qiladi ham uni harakatlantiruvchi kuchga aylantiradi. Mag'lubiyat Teksasliklarni muvaffaqiyatchiga aylantiradi. Bu yolg'iz Teksasliklarga mos kelib qolmasdan, balki barliq muvaffaqiyatchilarga mos keladi. Xuddi men boshda aytib o'tganimdek, velosipeddan yiqilish, velosiped minishni o'rganishning bir tarkibiy qismi. Shunisi esimdagi, velosipeddan yiqilib tushishim mening velosiped minishni o'rganish irodamni texmi chingitgan. Shuningga o'xshashlar dunyoda birami topni ketkizib qo'ymagan golf top moyiri yo'q.
bir golf top mahirining biror topni uranmay qilishi yoki biror maydon musobaqada o'tirib o'tishi faqatla uning texmi yaxshi o'ynashiga, tirishib, mashq qilib, texmi ko'p narsalarni o'rganishiga turtki bo'ladi. G'oliblarga nisbatan aytganda mag'lubiyat ularni harakatga keltirdi. Mag'lubiyatchilarga nisbatan aytganda mag'lubiyat ularni ujuqtirib etadi. Rockefellerning so'zi bo'yicha aytganda, "Men hamisha har qitimliq ofatni fursatga aylantirishni o'ylayman. Men hozirgi yaponiyaliklarning avlodi bo'lgan bir amerikalik bo'lish sifatim bilan shundoq deyalayman. Nurg'un kishilar Pearl Harbor voqeasini amerikaliklarning savaligi deb qaraydi. Lekin men buni yaponiyaliklarning eng chong xatoligi deb qarayman. Yo'lbos degan filmda Yaponiya dengiz armiyasining bir admirali o'z yordamchisiga hasrat bilan "Men ansirayapman. Biz jim turgan yo'lbosning quyrug'ini silab qo'ydik" deydi. Rostilla Pearl Harborni esimizdan chiqarmayli degan so'z zo'r chaqiriq kuchiga ega shuarga aylanib, Amerikaning eng chong ziynini, g'albini qo'lga keltirishdagi sabablarning biriga aylantirdi. Bu qitimqi favqulodda mag'lubiyat aksicha Amerikaliklarga kuch ato qildi. Shuningdan e'tiboran Amerika nihoyat tezla o'rnidan turib, dunyoviy kuchli davlatga aylandi. Mag'lubiyat g'oliblarni harakatga keltirdi. Mag'lubiyatchilarni bo'lsa ujuqtirib etdi. Bu g'oliblarning g'alaba qilishidagi eng chong maxfiyatlik, shundaqla mag'lubiyatchilar bilmaydigan maxfiyatlikdir. Franik Takintonning so'zini yana qaytalasak, g'alaba demaklik mag'lubiyatdan qo'rqmaslik demaklikdir. Franik Takintonga o'xshash kishilar mag'lubiyatdan qo'rqmaydi. Chunki ular o'zini tushunadi. Ularmi boshqa barliq kishilarga o'xshashla mag'lubiyatni xohlamaydi. Lekin mag'lubiyat ularni texmi yaxshi ishlashga rag'batlantirdi. Mag'lubiyatni xohlamaslik bilan mag'lubiyatdan qo'rqishning o'tirisida zo'r farqning borlig'ini bilishimiz kerak. Ko'pincha kishilar mag'lubiyatdan intoyini qo'rqqanligi uchun mag'lub bo'ladi. Ular hatto bir korpus uy sababi, ya'ni yo'qoling ish bilanlar butunlay vayron bo'lib ketishdan ansirab, moliyada to'limi ehtiyotchan bo'lib, mablag'ni to'limi oz soladi. Ular cho'ng uy, hashamatlik pikaplarni setib oladi, lekin hargizmi ko'p mablag' sanmaydi. 90% Amerika fuqarosining moliyasida qiyinchilik bo'lishining asosliq sababi shuki, ular pul tutishda foydani ko'zlamasdan, balki ziyondan saqlanishni o'ylaydi. Bir qism kishilar moliya maslahatchisi yoki buxgalter, paychika vositasi qatorliqlarni izlab, bexatar turlarga mablag' soladi. Ularning ko'pinchilari zo'r miqdordagi naqd pullarni omonat qo'yish, to'van foydaliq soyum, o'rtaq fondning ichki qismida epsat qilib bo'ladigan o'rtaq fond hamda ozroq shaxsiy paychika qatorliq shakllar bilan mablag' qilib soladi. Bu hargizmi foyda oladigan mablag' selish bo'lmasdan, balki bexatar ham muvofiq bo'lgan mablag' selishdir. Tegi takdirdan epitganda bu ziyondan saqlanish uchun mablag' selishdir. Boshqa 70% dan ortiq kishiga selishtirganda bu har holda yaxshiroq bo'lgan bir xil mablag' selish bo'lsa kerak. Ya'ni 70% kishiga nisbatan aytganda bu xil mablag' selish yanada ularni ansirtib qo'yishi mumkin. Shunga ular omonat qo'yishdan boshqa hech qanday mablag' sanmaydi. Qandaqla bo'lsin, bexatar mablag' selish planining bo'lg'ini hech qanday mablag' selish plani bo'lmagandan yaxshi. Bexatar mablag' selish plani bexatarlikni xohlaydigan kishilarga nisbatan aytganda intayin yaxshi plan. Lekin bexatar tangpung holatda mablag' selish hargizmi bir muvaffaqiyat qozongan mablag' sag'uvchining qo'llanadigan usul emas. Navoda siz hech qanday mablag'ingiz yo'q turib, beyishni o'ylasangiz, undaqda oldi bilan tangpungliq yoki mundaqcha aytganda xatarni tugitishni qo'llashmasdan cho'qim zehningizni bir yerga markazlashtirishingiz kerak. G'oliblar daslabida hargizmi tangpungliqni qo'llashmagan. Tangpungliqni qo'llashgan kishi bir izda turib qoladiki, hargizmi olg'a bosolmaydi. Olg'a bosaman deydigansiz, cho'qim oldi bilan tangpungsizlikni ishga oshirishingiz hamda qanday qilganda o'zingizning olg'a bosolaydiganligingizga diqqat qilishingiz kerak. Edison tangpunglikni qo'llashmay zehnini ma'lum narsalarga markazlashtirgan. Bill Gatesmi tangpunglikni qo'llashmagan. Soros diqqatini ma'lum bir tarafga og'dirgan. George Pattonmi urushda tanklarni nihoyat uzun saf qilib tuzmasdan, balki Germaniya mudofaa sepining eng ojiz nuqtalariga markazlik hujum qilgan. Buning aksicha, Fransiyaliklar uzun ketgan Makino mudofaa sepiga bekinib olgan.
buning oqibati hammaga ayon bo'lsa kerak. Shundoq. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Navoda siz beyishni orzu qiladigansiz, u holda cho'qim zehningizni markazlashtirishingiz lozim. Ko'p tuxumni oz sevatga qochilash kerakki, hargizmi oz tuxumni ko'p sevatga qochilamaslik kerak. Albatta. Sevatning puxtaligiga ishonchingiz bo'lishi kerak. Mubodo siz mag'lubiyatni xohlamasangiz, undaqda bexatar mablag' siling. Agar ziyon sizga zo'r zarba bo'ladigan bo'lsa, u holda tampon holatda mablag' siling. Agar siz 25 yoshdan hol qilgan bo'lsangiz, ham tavakkulchilikdan qo'rqsangiz, undaqda o'zingizning mablag' selish shaklini o'zgartmang. Ammo bexatar mablag' selishga burunroq qadam tashlab, tuxumlaringizni burunroq yig'ishga boshlang. Chunki uni yig'ishga xeyli uzoq vaqt ketadi. Vaholanki, navoda siz moliya erkinligiga erishishni orzu qilsangiz, u holda tiyinning to'xtamay tipirlishidek oldirashchilikdan qutulib chiqishingiz. O'zingizga oldi bilan men mag'lubiyatga qanday yuzlanishim kerak degan savolni qo'yishingiz kerak. Mabodo mag'lubiyat sizni g'albini qo'lga keltirishga rag'batlantirsa, undaqda siz cho'qim har qitimliq mablag' selish fursatini qo'ldan bermasligingiz kerak. Lekin bu faqat bir ehtimolliklar xolos. Navoda mag'lubiyat sizni zo'r ziyonga uchratadigan yoki ko'nglingizni tashvishga soladigan bo'lsa, u chaqda ko'ngilsizlikka yo'liqsangizlar advokatga telefon berib arz qilib yuradigan oljuq kishiga o'xshab qolasiz. Siz eng yaxshisi ishonchli bo'lgan turlarga mablag' siling. O'z xizmatingizni qilavering yoki zoyum, o'rtaq fondlarni setib oling. Ammo shuni esingizda tutingki, bular bir qadar bexatar bo'lgan holatdami, yanala xatar bor. Mening buncha ko'p so'zlashim, shundaqla yana Teksasliklarning hikoyasi va Frank Takentonning so'zini naql keltirishimdagi maqsad faqatla shuni tushuntirib qo'yish, ya'ni mulk to'plash intayin qiyin. Bu xuddi bir maydon oddiy o'yin o'ynagandek bir ish. U kishidan hech qancha oliy tarbiyaga ega bo'lishni talab qilmaydi. Uningga faqat 5-yillikning matematik saviyasi bo'lsa kifoya. Holbuki, mulkni mablag' qilib selish bo'lsa, bir maydon murakkab o'yin. U kishidan yuraklik, sabrchan bo'lishni va mag'lubiyatga to'g'ri muomala qilishni talab qiladi. Mag'lubiyatchi mag'lubiyatdan o'zini qochirdi va vaholanki, mag'lubiyat aslida mag'lubiyatchini g'olib kishiga aylantirdi. Shunga olamoni asdan chiqarmaslik lozim. Ikkinchi sabab, dunyodan turlik o'rib odatlardan norozi bo'lish. Voy osmon o'rilib tushadigan bo'ldi. Osmon o'rilib tushadigan bo'ldi. Nurg'ulg'an kishilar chujining bu hikoyasini biladi. Chuja hamisha keladigan ofatdan bishorat berib, ochliq ombarining atrofidan yeri ketolmaydi. Bizga ma'lumki, ba'zi kishilar mushunda qilishga amroq. Amaliyotda hammamizda chujicha o'y bor. Boshda ko'rsatib o'tganimdek, dunyodan turlik o'rib odatlardan norozi kishi ba'ayni chujiga o'xshaydi. Ular har ketim qo'rqqan, shubilangan chig'ida xuddi chujiga o'xshab qoladi. Biz o'z-o'zimizni shubilanib, men ancha aqlli emas, men layoqatsiz, boshqalar mendan qobiliyatli deb o'ylaymiz. O'z-o'zidan shubilanish doim olg'a besishimizni cheklab qo'ydi. Biz doim o'z-o'zimizga navoda bundoq bo'lib qolsa, qandoq qilaman? Navoda iqtisodim men mablag' sep bo'lgandan keyin chekinib ketsa qandoq qilaman? Yoki navoda xizmatimdan ayrilib qolib, qarzlarimni qaytaramasam qandoq qilaman? Degandek savollarni qo'yamiz. Ba'zida do'stlarimiz yoki yaqinlarimiz tashabbuskorlik bilan bizni ba'zi kamchiliklarimizga diqqat qilishga ogohlantirib, doim nima ish sizni bundoq qilishga majburladi? Yoki agar bu haqiqatan yaxshi chora bo'lsa, boshqalar nimishqa bundoq qilmaydi? Va yoki buning hech qanday ahamiyati yo'q. Siz o'zingizning nimalarni da'vatqanligingizni aslo bilmaysiz, deydi. Bu shubilik so'zlarning ta'siri shu darajada kuchliki, ba'zida biz o'z planimiz bo'yicha ish qilishga amalsiz qolamiz. Ko'nglimizda qo'rqinish paydo bo'lib,
Hatto ba'zi kechaları uxlayolmaymiz. Davomliq olg'a besishga jur'at qilolmaymiz. Chunki o'sha bexatar narsalarni saqlab qolishni o'ylab, oldimizga kelgan fursatni o'tkazib o'tamiz. Biz o'tib ketayotgan vaqtga qarab qolamiz. Ko'nglimizga tugun bizni hech nima qilg'izmaydi. Turmushimizda ozdir ko'ptir bo'lsin, mushundaq holatlar bo'ladi. Peter Lynch Sodiq Magellan o'rtaq fondi jamiyatidan kelgan bo'lib, u osmon o'rilib tushadigan bo'ldi degan ogohlantirishni shovqinga o'xshatdi. Holbuki hammamiz bundaq shovqinni anglagan. Shovqinning kallamizda paydo bo'lganlarimi, sirtdan kelganlarimi bor. U odatda do'stlarimizdan, oilamizdan, xizmatdoshlarimizdan va axborot vositalaridan keladi. Lynch 20-asrning 50-yillarida axborot vositalari to'xtamay yadro urushi vahimasini targ'ib qilishga, kishilarning urush ofatidan panoqlanish o'rni yasab, ochliq va suv g'amliganligini eslaydi. Agar ular buningga ishlatgan pullarini donolik bilan mablag' qilib bozorga solgan bo'lsa, bu chaqcha ehtimol moliyada mustaqil bo'lib, o'ziga xo'ja bo'lishni ishga oshirib bo'lgan bo'ladi. Bir qancha yil avval Los-Anjelesda qalaymiqonchilik yuz berganda butun mamlakatda qurolning setilishi zo'r darajada oshgan. Washington shtatida ba'zilar Hamburg bo'lkisidagi xom go'shtni yevilib o'lib ketgan. Buning bilan Arizona shtatining sayya tarmoqlari oshxonalarning kola go'shtini to'liq pishirishi haqida buyruq tushirgan. Bir dori shirkati cho'ng bir televiziya stansiyasida kishilarning yuqumli kasalga giribtor bo'lib qolganligi haqidagi san'at nomerini savdo xarakterida ko'rsatgan. Zukam bo'lganlar ko'paygan chog'da bu shirkatning zukam dorilarining setilish miqdori oshgan. Ko'pincha kishilar shuning bilan kambag'alki, ular mablag' samoqchi bo'lgan chig'ida atrofida cho'gilab yurgan chujilar, "Voy osmon o'rilib tushadigan bo'ldi" deb cho'kildishidi. Chujilarning cho'kildishining ta'siri nihoyat zo'r, ham u ko'nglimizda vahima paydo qiladi. Shunga ig'vo so'zlar va behuda ansirashlarning ko'nglimizdagi qo'rqinish va shubhani kuchaytirib etishidan saqlanish uchun biz doim zo'r jasoratga muhtoj. 1992-yili do'stim Richard Bostondan Phoenix shahriga ayolim ikkimizni ko'rgili keldi. U bizning paycheki va o'zimin tijoratimizga intayin qiziqib qoldi. O chaqda Phoenix shahrida uyning bahosi intayin tuvan edi. Biz 2 kun vaqt sarf qilib, uningga o'zimizning naqd pul obrati va kapital foydasiga erishishning eng yaxshi fursati jihatdagi qarashlarimizni tushuntirdik. Ayolim ikkimiz o'zimin mutaxassis emas, faqatli bir mablag' sog'uvchi edik. Mahallimizning yenidagi bir binoning ahvolini egilgandan keyin biz bir o'zimin shirkatiga telefon berdik. Hamda bir kuni tushdan keyin bu uylarni yiliqi shirkatdan do'stimizga ippadik. 2 oila o'ltirishga bo'ladigan bir yurish uyining bahosi faqatla $24,000 bo'lib, mushiningga o'xshash bino uyni $65,000 sotqili bo'ladi. U bir arzon savdoga uchirganiga xushal bo'lib, uylarni setib olib Bostonga qaytib ketdi. 2 haftadan keyin yiliqi uy milik shirkati menga telefon berib, do'stimning yenib aytdi. Men darhol uningga telefon berib sababini surishtirdim. Uning deyishicha, u bu ishni qo'shnisiga so'zlab bergan ekan. Qo'shnisi uningga buning bir koshal savdo bo'lganligini, bahosining bek o'ri bo'lib ketganligini aytibdi. Men do'stimdan qo'shnisining mablag' sog'uvchi yoki emasligini so'raganimda, u emas deb javob berdi. Men uningdan nima deb qo'shnisining gapini anglaydiganligini so'rasam, u udul javob bermay, bir mezgil qarab boqmoqchi bo'lganligini aytdi. 1994-yilga kelganda Phoenix o'zimin bozori jonlanishga boshladi. Kichik bir yurish bino uyining oylik ijara haqqi $1000 ga, qishda eng yuqori bo'lganda $2500 ga chiqdi. 1995-yilga kelganda bundaq bino uylarning bahosi $95,000 ga chiqdi. Ayni vaqtda Richardning silishga tegishlik barliq mablag'i faqatla $5,000 bo'ladi. Buningda u tiyinning to'xtamay tipirlishidek oldirash xizmatdan qutulishga boshlaydi. Holbuki u bugunga qadar hech ishni vujudga chiqarolmadi. Phoenix shahrida arzon savdo yanada bor, lekin hozir uni topmoq sal qiyin. Richardning yenivilishi meni hayron qoldirmadi. Bundaq yo'lda yevilish psixikasi hammamizga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bundaq yo'lda yevilish shubhalanganligini, chujilarning maqsadining amalga oshganligini, moliya erkinligiga erishish fursatining qo'ldan ketib qolganligini tushuntirdi. Yana bir misol olsak,
Men ozg'ini bir qism bojdan qoldirilish huquqiga ega mulkni omonat o'rnida mablag' qilib soldim. Bu mening pulimni yiliga 16%lik o'sim bilan ko'paytdi. Bankining o'simi bo'lsa oraliq 5% edi. Bu huquq o'zimin qonuniy va shtat qonunining kafolatiga erishdi. Yana kelib bu xil kafolatning ishonchlik darajasi banka omonatidinmi yuqori edi. Amaliyot isbotladiki, bu xil mablag' selish mablag'ni intayin bexatarlikka ega qiladi. Faqat buningda o'burichanlik kamchil bo'ladi. Shunga men bu xil mablag' selishni 2 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatdagi omonat qo'yish deb qaradim. Vaholanki, men har qitim degudek ba'zi kishilarga bo'libmi zo'r miqdordagi omonat mablag'iga ega bo'lganlarga mushu xil usul bilan pulga erishganimni aytganimda, ular bunday qilish zo'r tavakkulchilik deyishidi. Ya'ni meni unda qilmaslikka undab, o'zlarining asoslarini o'tirg'a qo'yishidi. Men ulardan bunday gaplarni na'dan anglaganligini so'rganimda, ular do'stlaridan anglaganligini yoki mablag' selishga doir jurnallardan ko'rganligini aytishidi. Ular azaldan bunday mablag' sep baxmagan. Ular unda qilib baxmagan. Ammo ular hamisha mushundaq mablag' sog'anlarga unda qilmaslik haqida nasihat qiladi. Men qo'g'lashadigan eng tuvan foyda 16%. Lekin o'sha andish qilib yuradigan kishilar erishni xohlaydigan foyda bo'lsa 5%. Dar haqiqat, ularning andishidan tortirgan ziyni to'liq cho'ng. Mening ko'z qarashim shuki, ansirab yurish ham dunyodan turli o'rib-odatlardan norozi bo'lish psixikasi ko'pincha kishilarni namrat, ammo bexatar turmushga ega qiladi. Real dunyo sizning beshingizni kutadi, lekin andish qilib yurish kishilarni namratlikda qoldiradi. Xuddi men aytgandek, tiyinning to'xtamay tipirlishidek turmushdan qutulish demakki intayin oson. Buningda ko'p bilim talab qilinmaydi, ammo o'sha andishalar ko'pincha kishilarni olg'a bosqizmaydi. Dunyodan turli o'rib-odatlardan norozi bo'lib yuradigan kishilar azaldan g'alaba qozonolmaydi, deydi Baydada. Isbotlanmagan gumon va qo'rqinish dunyodan turli o'rib-odatlardan norozi bo'lishni keltirib chiqaradi. Dunyodan turli o'rib-odatlardan norozi bo'luvchilar reallikdan og'rinib yuradi. Holbuki, g'oliblar reallikni tahlil qiladi. Deydi yana Baydadam tushuntirib. Og'rinish kishini qoymoqtiradi. Halbuki tahlil qilish kishining qalbini yo'rtadi. Tahlil qilish g'oliblarni dunyodan, turli o'rib-odatlardan norozi bo'ladigan o'sha kishilar ko'rolmaydigan narsalarni ko'ralaydigan, boshqalar sal qargan fursatlarni bayqay oladigan qiladi. Boshqalar sal qargan fursatni bayqash iqtidori g'alaba qozonishning oshquchi. Moliya mustaqilligi va erkinligini istaydigan har qanday kishiga nisbatan aytganda, o'ymilik bir kuchlik mablag' selish vositasi. Shundoq deyishga bo'ladiki, u bir xil tangdoshsiz mablag' selish vositasidir. Lekin men har qitim o'zimni tilga olganimda doim boshqalarning "Men hojatxona remont qilishni xohlamayman" deganini anglayman. Mana bu Linch aytgan shavq. Shundoqla Baydadam aytgan dunyodan turli o'rib-odatlardan bezir bo'g'uvchilarning so'zi. Bu xil kishilar faqat tanqid qilish, og'rinishni biladi, ammo reallikni tahlil qilmaydi. Ba'zilar tashvish va qo'rqinishdan qoymiqib qilishga roziki, ko'zini yo'g'on ichib, atrofni kuzatib beqishni xohlamaydi. Shunga ba'zilar "Men hojatxona remont qilishni xohlamayman" degan chig'ida men yondirib, "Kim sizga men xohlayman debdi?" deyman. Ular mushundaq ishlarni o'zlari erishmoqchi bo'lgan narsalardanmi bak muhim deb qaraydi. Men tiyinning to'xtamay tipirlishi deganni tahlil qilishdan erkinlikka erishish yo'lini topaman. Ular bo'lsa diqqatini hojatxonaga markazlashtirib oladi. Mana bu odamni namratlashtirib yetadigan tafakkur usuli. Ular hamisha tanqidli qiladi. Hargiz tahlil qilmaydi. Hamisha inchika halqalardagi ovorchiliklarni ko'rdi. Ovorchilik hal bo'lgandan keyinki umumiy zo'r foydani ko'rolmaydi. Men xohlamayman. Mana bu muvaffaqiyat qozonishdagi bir oshqosh, deydi Baydada. Men hojatxona remont qilishni xohlamayman. Shunga men nurg'un kuch sarf qilib, hojatxona remont qilish ishimga vakolatchilik qiladigan bir o'zimin boshqaruvchini topdim. Chunki yaxshi o'zimin boshqaruvchini tepib, uyimni remont qildirsam, mulkim ko'payadi. Bu naq pul obortimning oshirganligidan darak beradi. Eng muhimi shuki, yaxshi o'zimin boshqaruvchi uy mulk savdosida
g'alaba qilishning oshquchi bo'lib, u mening texmi ko'p o'zimni setib olishimga yordam qila oladi. Shunga men hojatxona remont qilishdan ansirmsam bo'ladi. Men uchun aytganda, yaxshi o'zimni boshqaruvchini tepish yaxshi o'zimdan muhim edi. Buningdan boshqa, yaxshi o'zimni boshqaruvchi o'zimni apparatlari o'xshalaydigan sodadanmi jiq sodalarni o'xshalaydi. Bu jihatdimi uning mening o'zimimning qimmati eshishiga yordami bo'ladi. Bu dal boydadam aytgan, men xohlamayman, bu dal muvaffaqiyat qozonishdagi bir oshqush degan so'zining ma'nosi. Men bu hojatxona remont qilishni xohlamay, texmi ko'p o'zimni setib olishning, o'zimning tiyinning to'xtamay tipirlashidek turmushdan qutulib chiqishimning chorasi ishkanligini o'ylab yetgandim. Shu hojatxona remont qilishni xohlamayman degan kishilar hamisha mablag' silishdagi bu unumlik vositani ishlatishni rad qiladi. Hojatxona remont qilish ularning erkinligidan mo'may. Paychiki bozorda men doim kishilarning ziyon tortishni xohlamayman deganini anglatiraman. Men nimaning ularni, meni yoki boshqa paychiki bozorga mablag' sog'uvchilarni ziyonga omroq degan qarashga keltirib qo'yganligini bilmayman. Ular amaliyotni tahlil qilmaydi. Uning ustiga boshqa bir unumlik mablag' selish vositasi bo'lgan paychiki bozorga qarabmi qo'ymaydi. 1996-yili 12-oyda men yana bir do'stim bilan mashinalik qo'shni rayondagi bir may qachilish punktidan o'tdim. Do'stim shunda qarabla may bahosining o'sganligini bayqab oldi. U hamisha andish qilib yuradigan heliqidek chuji tipidagi odam edi. Uningga nisbatan aytganda osmon hamisha o'rilib tushadigandak. Yana kelib uning ustiga tushadiganlik qiladi. Biz uyga kelganda u barliq talonlarni ko'rsatib, kelgusi bir qancha yil ichida may bahosining o'sadiganligini tushundirdi. Men azaldan bundoq talonlarga qarabmi qo'ymaydim. Neft shirkatining asosli foydasi bo'lgandan keyin shunday qilgandim. Bu uchurlarga asosan men darhol melining bahosi tuvanroq deb qaragan bir neft shirkatini topdim. Bu shirkat yer ostidan yangi neft zapasini qidirayotgan bo'lib, bu mening vositchimning mazkur shirkatga bo'lgan qiziqishini qo'zg'adi. Men keyin bu shirkatning 65% payini setib oldim. Bu 15 ming pay edi. 1997-yili 2-oyda men yana shu do'stim bilan mashinalik oshu may punktidan o'tdim. Darvaqa har bir gallon benzinning bahosi ilgirgidan 15% o'rlabdi. Mening tashvishlanib yuradigan bu do'stim yana andish qilgandan to'xtamay voysab ketdi. Men kulib etdim. Chunki 1997-yili 1-oyda yiliqi kichik neft shirkati neft topgan bo'lib, do'stim tunji ketim oshu talonlarni menga tahlil qilib bergandan keyin men 15 ming pay setib olgan. Hozir har bir payning bahosi $3 chiqqan edi. Mubodo do'stimning degini to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, neftning bahosi yana davomli o'sadi. Mening paydammo eshib boradi. Ularning ko'nglidagi chuja ularga ishlarni tahlil qilg'izmaydi, balki ideyasini bo'g'ib qo'yadi. Agar ko'pincha kishilar paychiki bozoridagi ahvol, ya'ni payning tuvan bahoda setilishining mablag' selishning yaxshi fursat ekanligini bilsa, u holda texmi ko'p kishilar mablag' selish orqali foydaga erishadiki, hargizmi ziyondan saqlanishni o'ylamaydi. Bir qitimliq bozor ahvoli xuddi bir kompyuter buyrug'iga o'xshaydi. Baho tuvanlashga boshlaganda siz tabiiyla pay chekingizni setib, ziyoningizni eng tuvan chekka tushirib, foydangizni eng yuqori chekka chiqarasiz. Shu ziyonga uchrab ketishdan qo'rqadigan kishilarga nisbatan aytganda, bu haqiqatan intayin yaxshi bir fursat. Shunga men kishilarning o'zlarining xohlamasligidan qaymiqib qilib, o'zlariga lozimliq narsalarga diqqat qilmaganliklarini anglagan chig'imda darrov ularning kollasidagi shovqin, cho'qin to'limi yangroq bo'lib ketgan degan o'yga kelaman. Ya'ni chuja ularning tafakkurini tizgilib bilib, to'xtamay osmon o'rilib tushadigan bo'ldi, hojatxona buzildi deb chuqildi. Shuning bilan ular o'zlarining xohlamasligidan o'zini tatgan. Holbuki ular buning uchun zo'r badal to'laydi. Ular ehtimol turmushda o'zlari o'ylagan narsalarga mangu erishmasligi mumkin. Boy dadam chujilarcha qilmishga qarata menga polkovnik Sandisdek ish qil deydi. Polkovnik Sandis 66 yosh chig'ida barliq mulkidan ayrilib kelib, ijtimoiy sug'urtaga tayinib turmushini qandaydigan holga tushib qolgan.
Ammo bu pullar uning ehtiyojini faqatla qamlayolmag'achqa, u butun mamlakatni aylanib, o'zining to'xuni mayda pishirish yo'nlarini bozorga solgan. U eng oxiri e'tirof qilinishga erishguncha 1009 qatim rad qilingan. Ammo u qilchimi bo'shashmay ko'pincha kishilar bel qo'yib o'tirgan yeshida yanala millioner bo'lish yo'liga qarab mangan. U bir botur, tiz bukmas odam edi, deydi boy dadam. Boy dadamning degini dal Kentakiyning ijodchisi polkovnik Xallot Sandis edi. Shunglashqa navoda siz andi chiqib yuradigan, qo'rqinish his qiladigan bo'lsangiz erinmay, polkovnik Sandis o'zidagi chujiga muomala qilgandek siz shunday qilib beqing. Ha? Chujingizni mayda qo'ring. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. 3-sabab. O'rinliq. Aldirash kishilar hamon o'rin kishilardir. Ehtimol hammamiz bir savdogarning tirishib pul topganligi haqidagi hikoyani anglagan bo'lsak kerak. U tirishib ishlab xotini va bolalarga yaxshi turmush ato qilishni o'ylaydi. Atigandan kechgacha ishxonasida ishlagandan sirt, hatto oxiridami qilib qolgan ishlarini uyiga olib ketadi. Bir kuni u uyga qaytib, uyida hech kimning qolmaganligidan hayron qoladi. Uning xotini bolalarini elib ketib qolgan ekan. U allaburalla ayoli bilan o'zi o'tirsida ba'zi masalalarning borlig'ini biladi ekan. Ammo xizmati bilan oldirash bo'lib ketib, munosabatni yaxshilashga ko'ngil bo'lmagan ekan. Natijada u xizmatdami bara-bara chekinib, eng oxiri xizmatidan quruq qoldi. Men doim ashunday xizmatga ziyoda berilib ketib, salomatlikka diqqat qilmaydigan ashunday odamlarni uchirtib turaman. Buning sababi o'xshash. Ular intayin aldirash, ular aldirashchilikni o'zi duch kelgan bir qism masalalardan o'zini qochirishning yo'li qilib oladi. Hech kim ularga bunday qil demasimi, ular qiyin masalalarni o'ylashni xohlamaydi. Navoda siz ularni bu to'g'riliq eskartsangiz, ular texi sizdan ranjiydi. Agar ular xizmat bilan aldirish bo'lmasa yoki bolalari bilan birga bo'lmasa, doim degidek televizor ko'rish, beliq tutish, golf top o'ynash yoki mol setib olish bilan aldirish bo'lgan bo'ladi. Qisqasi ular masalani yushirish orqali ba'zi muhim ishlardan o'zini qochirdi. Bu o'rinliqning eng umumlashgan bir xil shakli bo'lib, aldirashchilik bilan ifodalangan o'rinliqdir. Undaqda bu xil o'rinliqqa nima davo bo'ladi? Buning davosi dal oshko'zlik bo'lishdir. Zo'r ko'pchiligimiz oshko'zlik yoki nafsoniyatchilikni yomon ish, u nachar muhitda paydo bo'ladi deb qaraymiz. Onam doim oshko'z odam eski odam deydi. Vaholanki biz hammamiz oshu go'zal, yangicha kishini xushallantiradigan narsalarga erishishni orzu qilamiz. Shunga bu xil orzuni kontrol qilish uchun ota-onalarimiz doim har amallar bilan bizga bu xil orzularni tizginlashni o'rgatadi. Onam doim o'zingni o'ylamsan, ajiba boshqa qarindoshlaringning borlig'ini bilmamsan, deydi. Dadam bo'lsa, "Sana yana nima yeb bersan bo'ladi? Ajiba biz tilla to'kiladigan daraxtmi? Seningcha pul daraxtning g'ozingmi? Bilishing kerakki, biz boylardan emas", deydi. Mushundaq tarzdagi gaplar men va boshqa menga o'xshash bolalarga ta'sir ko'rsatdi. Mening bir qo'shnim bo'lib, qo'l ilkida hech qancha bo'lmasimi, ammo mashina iskladi bolalarga ip bergan o'yinchoqlar bilan to'shib ketgan bo'lib, mashinasini qo'ygudek yami qolmagan edi. Erki cho'ng bo'lgan bolalari o'zlari degan hamma narsalarga erishadi. U doim "Men bolalarimning g'urbatchilik his qilib qolishini xohlamayman", deydi. Men bolalarni oliy maktabda o'qitamagan yoki pensiyaga chiqqandan keyin ularga hech nima qoldiramagan bo'lsa-mu, lekin bolalarda bozorda bor o'yinchoqlarning har qanday bor edi. Yaqinda u bir innovativ kartochkaga erishib, bolasini elib Las Vegasga o'ynaga bormoqchi bo'ldi. Mang'adigan chog'da u to'liq rozimanlik bilan menga "Bunday qilishim butunlay bolam uchun" dedi. Meningcha, yuqorqi ikki xil ota-onalarning tarbiya usuli bolalarda to'g'ri bo'lgan pul qarishi va mablag' selish yengini yetildiranmaydi. Zinhor. Boy dadam azaldan "Men buningga pul chiqarmayman" degandek gaplarni qilmaydi.
Men o'z uyimda bundaq gaplarni anglab turatdim. Lekin boy dadam bolalarga men qanday qilganda buningga pul chiqara olayman deyishni o'rgatdi. Uning bundaq deyishdagi maqsadi men buningga pul chiqara olmayman degan gap sening ideyangni bo'g'ib qo'ydi. Seni yanama ilgirlagan holda tafakkur qilg'izmaydi. Men qanday qilganda buningga pul chiqara olayman degan gap bo'lsa, sening kallangni ochidi. Tafakkur qilishingga ham javob tepishingga turtki bo'ladi degandan iborat edi. Uning qarashicha, men buningga pul chiqara olmayman degan gap quruq gap bo'lib, u inson ro'yining hammaga qurbi yetirganligiga ishonadi. U doim insonning ro'yi kuchi ajoyib zo'r. Sen o'zingning har qanday ishni qila oladiganligingni bilishing kerak deydi. Ammo odamning kollasida hamisha ikki xil tuyg'u bo'ladi. Aktivlik tuyg'usi kishini o'zi o'ylagan narsalarga erishishga ilhomlantiradi. O'rinliq tuyg'usi bo'lsa, men buni qilolmayman degandek sadolarni yangritadi. Ikki xil tuyg'u kollada to'qinishganda kishining ro'yitida ziddiyatlik elishish yuz berdi. O'rinliq tuyg'usi o'zining safsatalarini bor kuchi bilan oqlaydi. Aktivlik tuyg'usi davomli chiniqayli deb xitob qiladi. Bu vaqtda o'rinliq yana men bugun haqiqatan qattiq ishladim, bek charchab ketdim deydi. Aktivlik tuyg'usi bo'lsa, men g'urbatchilikdan zerikdim. Biz bundaq namorat turmushdan qutulib, beshga yuzinayli deydi. Buningga qarata o'rinliq tuyg'usi yana boylar nihoyat oshko'z, shundaqla kishini to'limi bezar qiladi. Bu xavflik. Men ehtimol ziyon tortishim mumkin. Mening qiladigan nurg'un ishlarim bor. Men amal bor tirishib xizmat qilishim lozim. Xo'jayinim mening bugun kechgacha bitiradigan ishlarni atiga qo'ymasligimni orzu qiladi deydi. Men buningga pul chiqara olmayman degan qarash ep keladigan ojizlik tuyg'usi, umidsizlik, tushkunlik, shundaqla irodasizlikni keltirib chiqaradi. Men qanday qilganda buni qila olmayman degan qarash bo'lsa, umidga to'lgan istak va orzu darvozasini ochadi. Shunga boy dadam mening amaliyotda nima setamoqchi bo'lganligimga ancha ko'ngil bo'lib ketmaydi. Faqat mening to'xtamay, men qanday qilganda buningga pul chiqara olmayman deb tafakkur yurgizishimga turtki bo'lish orqali mening teximi qaysar ideya va teximi jonliq ruh yetildirishimni o'ylaydi. Shunga u Mak bilan ikkimizga intayin oz narsa ipiradi. Aksicha texi sen qanday qilganda bu narsani setib olaysan deb so'raydi. Natijada biz hatto oliy maktabgacha o'zimiz pul tepib o'qidik. Uning bizning o'rganib bilishimizni haqiqiy umid qiladiğini, nishonning o'zi bo'lmasdan balki shu nishonga yetish jarayoni edi. Mening his qilishimcha, hozirgi masala minglagan, 10 minglagan kishilarning o'zidagi oshko'zlikni yomon ishlab bilishi. Bu ular kichik vaqtlarda yuqtirib olgan koni edi. Ular turmushdagi oshu go'zal narsalarga erishishni orzu qiladi. Lekin qiyinchilikka duch kelganda bo'lsa, nurg'unlari ixtiyorsiz bel qo'yib yetadi ham men buningga erishamayman yoki men buningga pul chiqara olmayman deb bahona topadi. Undaqda qanday qilganda o'zidagi o'rinliq psixikasini yengil bo'ladi? Buning javobi shuki, texmi oshkuzrak bo'lish, botirlik bilan qo'g'lishish ham o'zi o'ylig'iga erishish. Ma'lum bir televiziya kanalining psixik programmasida bu yerda menga tayyorlangan nimalar bor degan bir so'zning aytilganligi esimda. Bu programmada bir odam o'ltirib, agar men sog'lom, jalbkor qamlashgan bo'lsam, yana nimalarni qilishim kerak? Yoki agar xizmat qilmasam turmushim qanday o'tadi? Va yoki agar men o'zim ehtiyoj bo'lgan pullarga erisha olsam, u chog'da qanday qilaman degandek savollarni so'raydi. Bu orqali kishilarning go'zal turmushga bo'lgan intilishini qo'zg'aydi. Oz to'la oshko'zlik bo'lmasa, texmi yaxshi narsalarga erishish orzusida bo'lmaydi-da, olg'a ilgirlashmi bo'lmaydi. Dunyo biz texmi yaxshi turmushga intilganimiz uchun taraqqiy qiladi. Yangi kashfiyotlarning borliqqa kelishimi bizning texmi yaxshi narsalarga intilganligimizda. Bizning tirishib o'rganishimizmi texmi yaxshi narsalarni orzu qilganligimizdandir. Shunga siz har qatim qilishingiz zarur bo'lgan ishdan o'zingizni ep qochqiningizni his qilganingizda o'zingizdan men qilishga tegishlik nima ishlar bor deb so'rang. Oshkuzrak bo'ling. Mana bu o'rinligingizni tugatadigan eng yaxshi amal. Albatta, har qanday ishning cheki bo'lganidek ziyoda oshkuzlikmi yaxshi emas. Lekin biz uzundan beri shakllanib qolgan shaxsiy ehtiyojni bo'g'adigan ijtimoiy ongni cho'qim o'zgartirishimiz kerak. Chunki shaxsiy ehtiyoj
ijtimoiy ehtiyojni shakllantiradigan, iqtisodning eshishiga turtki bo'ladigan jamiyat taraqqiyotini ilgari suradigan manba. Michael Douglas Wall Street ko'chasi degan filmda aytgan orzu qilish yaxshi ish degan so'zini unutmasligimiz lozim. Boydadan boshqa ish qilib, o'z-o'zini cheklash nafsiga berilishdanmi yomon. Chunki o'z-o'zini cheklash tandan ruhni qo'g'laydi deydi. Vaholanki, men Elina Rooseveltning "Sen o'zing to'g'ri deb qaragan ishni qil. Sen mayli qandoqlik qil, hamon tanqidga uchraysan. Qilsangmi ayblanasan, qilmasangmi ayblanasan" degan so'zini yaxshi ko'raman. 4-sabab. Odat turmushimizda ko'pincha olgan tarbiyamizni emas, balki odatimizni aks ettirdi. O'qiyotganimda bir ketim cho'lpon Arnold Schwarzenegger boshirol olgan Conan nomli filmni ko'rgandan keyin bir do'stim "Meningmi tan qurilishim Schwarzeneggerdek bo'lsa?" deganda ko'pincha o'g'illar uning qarshiga qo'shilganligini bildirishgan edi. Lekin men amaliyotda uning tini to'limi ojiz deb anglagan, dedi yana bir savodishim qo'shimcha qilib. Shundoq, men shundoq anglagan, dedi yana bir savodishim. Anglashimcha, u kunda degidek chiniqish uyiga bordi ekan. "Ha, to'g'ri, bog'lashimanki u shundoq qilishga majbur." "Undaq emas", dedi hiliqi Schwarzeneggerga cho'qinadigan do'stim e'tiroz bildirib. "Kesib aytalaymanki, u tug'ilishidan shundoq bo'ldi-la. Biz har qancha chiniqsaqmi, uningdek bo'lolmaymiz. Schwarzeneggerning gapini qo'yib, ozroqdan pevishayli." Mana bu odat harakatni tizginlab olganligining bir misoli. Esimda qilishcha, boy dadamdan boylarning odatlariga munosabatlik savollarni so'raganimda, u bevosita javob bermay, ilgirgidekla mening amaliyot davomida bilib olishimni umid qiladiganligini bildirgan edi. "Dadang qaysi vaqtda pul chiqim qiladi?" deb so'ragan edi boy dadam. Har oyning 5-ida. Pul chiqim qilib bo'lgandan keyin qo'lida yana pul oshamdi. Oshidi, lekin bekli oz. Mana bu dal uning jaboda pul tepishining asosli sababi. Uning nurg'un yomon odatlari bor. Hamisha pulni boshqalarga chiqim qilgandan keyin ondan o'ziga chiqim qiladi ekan. Yana kelib, eshinmaganligiga qaraydi ekan. Lekin amaliyotda u bundoq bo'lishini umid qilmaydi. Ammo u pulni vaqtida to'lashga majbur, shundaq-ku? Sizcha u pullarni to'lamasligi kerakmi? Dedimmi? Albatta undaq emas. Men pulni vaqtida to'lash tarafdoriman. O'xshamaydigini, men muvofiq o'rinlashtira olayman ham oldi bilan o'zimga chiqim qilaman bolam. Agar yetarli pulingiz bo'lmasa qanday qilasiz? Yanala o'xshash. Pulim yetarli bo'lmagan holatdami, yanala avval o'zimga chiqim qilaman. Menga nisbatan aytganda, mening mulk turlarim hukumatnikidanmi muhim. Undaqda ular sizni izlab avvar qilmanda? Agar sen to'lamasang avvar qiladi. Ammo men to'lamayman deyotganim yo'q. Faqat pulim yetishmagan holatdami, avval o'zimga chiqim qilaman deyapman. Siz qanday qilasiz? Qanday qilasiz demay, nima uchun shunday qilasiz deyishing kerak. Ma'qul. Nima uchun shunday qilasiz? Harakatlantirgich kuchga erishish uchun. Bolam. Bu butunlay harakatlantirgich kuch masalasi. Agar men o'zimga chiqim qilmasam yoki qarz egilariga chiqim qilmasam, seningcha kim bakrak voysaydi, ha? Albatta qarz egilari bakrak voysaydi. Meningcha siz o'zingizga chiqim qilolmasingizmi, hech nima deyolmaysiz. Shunga men barliq pulimni avval o'zimga chiqim qilsam, bosh va boshqa qarz egilarining besimi teg'imi eshib, meni boshqa omonlar bilan pul tepishga majbur qiladi-da. Natijada chiqim besimi menga nisbatan harakatlantirgich kuchga aylanadi. Buning bilan men texmi bekishlayman. Boshqa shirkat ochaman. Paychika bozorda bir qancha paychika savdosini ortiq qilaman. Ishqilib, oshularning vositadan qutuladigan har qanday ishni qilaman degini. Besim meni tirishib ishlashga, o'ylanishga, eng muhimi pul masalasida texmi chapdas. Texmi aktiv bo'lishga majburlaydi. Vaholanki men dadandek eng oxirida o'zimga chiqim qilsam, menga nisbatan besim bo'lmaydi-da. Shu tufayli vayron bo'laman shu.
Sizning demoqchi bo'lganingiz, siz hukumat apparatlari yoki boshqalarga qarz bo'lib qoldingiz. Bu qarzlardan ansirash sizga turtki bo'ldi, shundaqmi? Habbali, to'g'ri. Anqara hukumatning bosh yiquvchilari va boshqa qarz egalariga o'xshashla taqobil turishga to'g'ri keladi. Ko'pincha kishilar bu xil besim oldida bosh egadi. Natijada ular avval bu chiqimlarni qilib, o'z ehtiyojini bir yoqqa qo'yib qo'yadi. Sen ojizlarning bo'za qilinganligini bilamsan, ha? Bilaman. Yaxshi. Ko'pincha kishilar o'sha qarz egalarining o'ziga besim ishlatishiga yo'l qo'ydi. Bundaq bo'lganda, bu ularni texmo ojizlashtirib etadi. Men bo'lsam, bu xil besim bilan o'zimni texmi kuchlantiraman. Xuddi chiniqish uyiga berib, o'zimni eg'ir mashqqa majburlagandek, o'zimni normal kirimimdan sirt pul tepishga majburlayman. Pul tepish irodam kuchaygan sari o'zimni shuncha kuchlanaman. Mana hozir men ulardan qo'rqmaydigan bo'ldim-ku. Agar menmi oldi bilan o'zimga chiqim qilishni o'rganib olsam, moliya jihatda kuchlanadiganman-da. Aslida ma'naviy va moliya jihatda o'xshashli kuchlanish kerak-kanda. Voy dadam, beshini langishdi. Menda yaxshi pul tepish odati bo'lmasa, menmi dadamdek o'zimga eng oxirida chiqim qilsam yoki faqatla chiqim qilmasam, u chaqda texmi ojizlashib, umr bo'yi xo'jayinlar, direktorlar, boshqirlar, qarz egalari va yer egalarining atrofida o'yinlab o'tirganman-da. Voy dadam tasdiqlagan tarzda beshini langishib, xuddi nimjon kishidek yuriysan, dedi. 5-chi sabab. Manmanchilik. Manmanchilik nodonlikning ifodasi. Bilimim menga boylik ato qilgan. Bilmaydiganlarim meni boylikdan mahrum qilgan. Har qatim o'zimni qaltis chog'lagan chig'imda bilmaydiganlarimni ancha muhim emas deb qaraydim. Boy dadam menga doim shunday deydi. Men doim nurg'un odamning manmanchilik bilan o'zining nodonligini yushirishga urinadiganligini bayqayman. Hatto men buxgalter yoki boshqa mablag' sog'uvchilar bilan moliya doklati haqida munozir qilgan chig'imdimi mushundoq ahvol doim yuz berdi. Ular po'chilik bilan munozirda yengishni o'ylaydi. Ammo menga shunisi aniqki, ular o'zlarining nima to'g'riliq munozir qilayotganligini bilmaganlikdan shunday qiladi. Ular yolg'on aytmaydi. Faqat ishning haqiqatini deb bermaydi. Mablag', pul muomala va mablag' silish sohalarida nurg'un kishilar o'zlarining nima to'g'riliq talishadiganligini faqat bilmaydi. Moliya sohasidagi ko'pincha kishilar davomli lob urishni yaxshi ko'radi. Amaliyotda bo'lsa, ular hech qancha narsa uqmaydi. Agar siz ma'lum bir tarafda bilimingizning kamchiligini his qilsangiz, undaqda yepishga urinmang. Unda qilish o'zingizni oldiganlik bo'ladi. Siz cho'qim mushu sohadagi bir mutaxassisni yoki mushuninga doir bir kitobni tepib, darhol o'zingizni tarbiyalashga boshlang. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Harakatlanishga boshla. Men shundoq deyalaymanki, boylikka erishish menga nisbatan intayin oson. Amaliyotda bo'lsa undaq emas. Shunga mendan qandoq harakatlanish kerak degandek savollarni so'rag'anlarga o'zimning doimlik tafakkur usulimni so'zlab beraman. Men savdo fursatini tepishning intayin oson ekanligiga kafolatlik beralayman. Bu xuddi velosiped minganda dastlabda sal qiynalsimi, ammo keyin nihoyat tezla erkin haydab ketganga o'xshaydi. Pul masalasidami ish shuningga o'xshash. Eng dastlabki qiyin o'tganni cho'qim o'zingiz bosib o'tishingiz kerak. Vaholanki necha million dollarlik taqdirimizga munosabatlik savdo fursatini yoritish yoki uni tepish bizning moliya talantimizning uyg'onishiga muhtoj. Men ishonamanki, har birimizning moliya jihatda talantimiz bor. Masala shu yerdiki,
Bu xil talant izchil oshkorlanmagan. Bu xil talantning oshkorlanmasligiga sabab bizning madaniyatimiz pulga bo'lgan ehtiyojni barliq razilliklarning manbasi deb qaraydi ham bu xil qarashni bizga singdirdi. Bu xil qarash bizning ma'lum iqtidorni egilishimizga ham pul uchun xizmat qilishimizga turtki bo'ladi. Ammo bizga qanday qilib pulni o'zimiz uchun xizmat qildirishni o'rgatanmaydi. Shundaqla u yana bizning kelgusida puldan ansirmasligimizni eskartib turdi. Chunki biz pensiyaga chiqsak, shirkat yoki hukumat bizga ko'ngil bo'ladi emasmi? Lekin hozir bizning o'xshash muorib tuzilmasida tarbiya ilayotgan bolalarimizga kelajakda shirkat yoki hukumat bundoq ko'ngil bo'lmasligi, pul bermasligi mumkin. Halbuki hozirgi uchurlar yanala bizning tirishib ishlashimiz, pul tepib turmushimizni qamdishimiz, puldan qisilganda hamon qarz olalaydiganligimizdan derak berib turdi. Texmi yomon bo'lgani shuki, 90% g'arblik bu xil qarashni e'tirof qiladi. Chunki ular bir xizmat tepish va pul uchun xizmat qilishning texmi osonroq ishganligiga ishonadi. Agar siz o'sha 90% kishining biri bo'lib kelishni xohlamasangiz, undaqda men sizga 10 bosqich orqali o'zingizning moliya talantingizni uyg'otish haqida taklif beraman. Agar siz amal qilishni xohlamasangiz, undaqda o'z usulingiz bo'yicha qilavering. Sizning moliya talantingiz sizga ustozsizlar hammani bildiradi. Peruda men 54 yoshlik bir oltin kon ishchisidan bir yangi oltin kon tepilsa, nima uchun ajoyib ishonchga to'lib ketirganligini so'rganimda, u javob berib, oltin kon hammaliyadi ba. Ammo hammala odamning munosib tarbiyalanish orqali kon tepishi natoyin dedi. Meningcha bu intayin to'g'ri aytilgan gap. Masalan, uy mulkni olsak, men bir kun qotirsamla 4-5 cho'ng sodining derkini ola olayman. Ammo ba'zilar bog'ali yerdan quruq qul qaytib keladi. Bu zodi nima uchun? Buning sababi shuki, ularning o'zining moliya talantini joriy qildirishga vaqti yo'q. Men sizning tövandagi 10 bosqich orqali o'zingizga Tangri ato qilgan talantni joriy qildirishingizni tavsiya qilaman. Bu xil talantni faqat siz o'zingizla kontrol qila olasiz. Birinchi, men reallikdan halqagan bir asosga muhtoj. Ruhning kuchi. Agar siz boshqalardan beyishni yoki moliya jihatda erkinlikka erishishni xohlaydigan-xohlamaydiganligini so'rasangiz, ko'pincha kishilar xohlayman deb javob beradi. Ammo amaliyotni o'ylaganda ularga ilgirlash yo'li nihoyat uzun ham agir-to'qay bo'ladigandek bilinib, pul uchun xizmat qilish ham eshinchi pulni vositasiga saqlab berishga berish uningdan texmi osondek ko'rinadi. Men Amerika Olimpik suzish komandasiga qatnashishni orzu qiladigan bir ayol tanarkachini uchratgan edim. U har kuni sahar soat 4 da o'rnidan turib, 3 soat suv uzgandan keyin maktabga bordi ekan. Hatto oxirlaridami do'stlari bilan o'ynag'ili chiqmaydi ekan. Yana kelib, cho'qim vaqt chiqarib dars takrorlab, o'rganish natijasiga kafolat qilish kerak ekan. Men uningdan qanday kuchning uning zo'r iroda va o'zini beg'ishlash ro'yi bilan mushunda qilishga turtki bo'lganligini so'rganimda, u javob berib, mening bunday qilishim o'zim va men yaxshi ko'radigan kishilar uchun. Yaxshi ko'rishning kuchi mening qurbon berish ro'yi bilan turli qiyinchiliklarni yengishimga turtki bo'ldi, dedi. Bu sabab yoki muddao orzu qilish bilan orzu qilmaslikning birikmasi. Kishilar mendan beyishni orzu qilishimdagi sababning nimaligini so'rganida, men buning hissiyot jihatdagi orzu qilish bilan orzu qilmaslikning birikmasi ekanligini aytaman. Men orzu qilmaslikdan kelib chiqqan orzu qilishga ko'plagan misollarni keltira olaman. Mening bir umr xizmat bilan o'tkim yo'q. Men ota-bovam intilgan shu narsalarni, olayliq, xizmatimning muqim bo'lishi, shahar atrofida uyimning bo'lishini orzu qilaman. Mening ishlamchi bo'g'im yo'q. Men dadamning xizmat bilan oldirash bo'lib ketib, men qatnashgan futbol musobaqasini ko'rmasligidan ham uning umr bo'yi jafolik ishlab o'lib ketgandimi, yana bir muncha qarzlarni qoldirib qo'yishidan bezor. Halbuki boylar unda qilmaydi. Ular tirishib ishlab xizmatdagi muvaffaqiyatlaridan keyingilarni bahramon qiladi emasmi? Endi orzu qilishga kelsak, men erkin ozoda holda dunyoni sayohat qilishni, o'zim yaxshi ko'rgan usul bilan yashashni, yosh vaqtimda bu ishlarni qilib bo'lishni, vaqt va turmushni erkin ozoda o'rinlashtirishni, pulni o'zim uchun xizmat qildirishni orzu qilaman. Mana bular yuragimning chunqur qatlamidan urg'ib chiqqan ruhiy kuch.
siz qandaq odam? Agar siz qaysar bo'lolmasangiz, undaqda ilgirlash yo'lingizdagi rahimsiz amaliyot sizni chekinishga majbur qiladi. Men nurg'un qaytam mag'lub bo'lgan. Ammo har qatimda yuragimning taktidiki, oshu ro'yi kuch mening o'rnimdan dast turib ilgirlashimga turtki bo'lgan. Men 40 yoshimda moliya erkinligiga erishishni o'ylagandim. Ammo 74 yoshimga kelguncha ko'p qatimliq o'g'inish va chiniqishlarni boshdan kechirgandan keyin ondan bu nishonni haqiqiy yo'sinda amalga oshira oldim. Men bu haqda so'zlaganimda ancha zo'rg'ib ketmasam-kan deyman. Ammo bu oson emas. Yana uncha tasma emas. Mening taklifim o'zingizga bir kuchlik asos yoki nishon teping. Navoda uni qilmasangiz hayotda qadam ilishingizning to'limi tasligini his qilasiz. Ikkinchi, har kuni yangicha tanlashingiz bo'lsin. Tanlashning kuchi kishilarning bir erkin davlatda yashashni orzu qilishining asosiy sababi. Biz tanlash huquqining bo'lishiga muhtoj. Moliya jihatdan epetganda biz har qatim bir Amerika dollari topganimizda bir qatim o'zimizning kelgusida boy, nomrod yoki odatkirik yashashni tanlash fursatiga erishimiz. Bizning pul xarjlash odatimiz bizning qanday qildiki odam ekanligimizni aks ettirdi. Ba'zilarning nomrod bo'lishining sababi shuki, ularning pul xarjlash odati yaxshi emas. Bolalikning yaxshi yeri shu yerdiki, ular izchil turda katta boy o'yinini o'ynay oladi. Lekin hech kim menga katta boy o'yinni bolalik chog'da o'ynag'ili bo'ladiganligini aytmaganlikdan, cho'ng bo'lgandan keyin bu o'yinni yaxshi ko'rib keldim. Boy dadam o'yin orqali menga mol-mulk bilan qarz o'tirsidagi farqni ko'rsatib bergan edi. Shunga ayni vaqtda men yanala bir bola bo'lsam-mu, o'yindagidek boy bo'lishni tanlagandim. Yana kelib o'zim qilishga tegishli ishning o'yindagidek uzluksiz mablag' selish orqali texmi ko'p mulkka, haqiqiy mol-mulkka erishishni o'rganib bilish ekanligini bilatdim. Eng yaqin do'stim Mak dadasining mulkini boshqarishni o'tkazib olgan bo'lsa-mu, ammo yanala uni boshqarishni o'rganib bilishi kerak edi. Nurg'ulg'an boy jamiyatlarning boyligining 3 avloddan ortiq davomlashamasligining sababi shuki, ular bir kasb egisini tarbiyalab chiqish orqali o'zining mulkini davomli boshqarmagan. Ko'pincha kishilar boy bo'lishni tanlamaydi. 90% kishiga nisbatan aytganda boy bo'lish ovorchilikka to'limi ko'p ish. Shunga ular men pulga ancha qiziqib ketmayman, mening boy bo'lg'im yo'q yoki ansirishimning hojati yo'q, men texi yoshqu, men pul tepishga kirishganda ondan kelajagimni o'ylasammi ulguraman yoki moliya huquqi ayolimda degandek gaplarni qiladi. Bu gaplardagi o'rtaq masala shuki, u kishilarni buni ikki ishni o'ylanishdan to'saydi. Birinchisi vaqt. Bu eng qimmatli boylik. Ikkinchisi o'rganish. Pulingiz bo'lmasa siz texmi bek o'rganishingiz kerak. Amaliyotda biz har kuni cho'qim vaqtimiz, pulimiz hamda o'rganganlarimizdan foydalanib, o'zimizning nishonini amalga oshirishni tanlashimiz kerak. Mana bu tanlashning kuchi. Hammamizning tanlash fursati bor. Men boy bo'lishni tanlayman, ham har kuni o'zimning tanlagan mushu nishonim uchun tirishaman. Oldi bilan tarbiyalanishga mablag' selish kerak. Nomrod vaqtingizda sizning birdan-bir boyligingiz aql farosatingiz. Bu biz kontrol qila oladigan eng kuchli qurol. Xuddi men aytgan tanlashning kuchidek. Biz asta-asta cho'ng bo'layotgan chig'imizda har birimiz mengimizga qanday bilimlarni qochirishni tanlashimiz kerak. Siz butun bir kun televizor ko'rsangizmi, Golf-top jurnali o'qisangizmi, sopolchilik san'ati konsultatsiyasiga yoki moliya plani tuzish kursiga qatnashsangizmi, shularda yana tanlash iborasiz. Mablag' selishda ko'pincha kishilar oldi bilan o'zi mablag' samoqchi bo'lgan turlarga aloqador bilimlarni o'rganishga mablag' selishni tanlamay, balki ma'lum turga bevosita mablag' selishni tanlaydi. Mening noiti boy bir ayol do'stim bo'lib, yaqinda uning uyiga o'g'ri kirdi. O'g'ri uning televizor, sin qo'yg'ularini o'g'irlab kitoblarga tegmabdi. Biz mushunda qilishimiz mumkin. 90% odam televizor setib oladi. Faqat 10% atrofidagi kishilar savdo va mablag' selishga oid kitob yoki un olg'u lentalarini setib olishi mumkin. Men qanday qildim? Men muhokama yig'iniga qatnashdim. Eng oz deganda 2 kun ichirilgan muhokama yig'inlari menga to'lim yoqdi. Bundaq bo'lganda men qaytirqinib ma'lum masalani muhokama qila olaman. 1973-yili men televizordan bir kishining 3 kunlik muhokama kursi ichib,
qanday qilib dastlab topshiradigan pulni topshirmay turibmi uy setib olishga bo'ladiganligini muhokama qiladiganligi to'g'risida bergan e'lonini ko'rib qoldim. Men bu kursga faqatla $385 xarjladim. Lekin uning oz degandimi mening $2 million tepishimga yordam etdi. Texmi muhimi, u menga yangi turmush ato qildi. Mening keyingi umrimda tirikchilik uchun jaboliq ishlashimning hojati qolmadi. Men har yili oz degandimi 2 qaytim mushundaq kurslarga qatnashaman. Men un olg'uga omroq. Chunki uni tez qo'yg'uli ham yondirib qo'yg'uli bo'ladi. Men Peter Lynchning bir un olg'u plastikasini anglagandan keyin uningdagi bir obza so'zga faqatla qo'shilmadi. Bu hargizmi o'zimni qaltis chog'ilganim emas. Men o'sha 5 minutlik so'zni oz degandimi 20 qaytim hatto uningdan ko'p angladim. Shu jarayonda to'satdan tafakkurim ochilib, uning so'zidagi davlini tushundim. Qalbim xuddi zamonimizdagi eng ulug' mablag' sog'uchining ideyasiga tutashgandek bo'ldi. Buningdan men uning yuksak bilimi va tajribalarini tonidim. Tushundim ham uningdan zo'r naf oldim. Eng bevosita natija shu bo'ldiki, men yanala o'zimning burunqa odatlangan tafakkur usulimni saqlab keldim. Shuning bilan birga yana Peter Lynchning tafakkur usulini o'rganib oldim. Demak, men bir emas, ikki xil tafakkurga ega bo'lib, masala yoki vaziyatni tahlil qilishda bir xil tafakkur usuli bilan cheklanib qolmadim. Bu haqiqatan qimmatli. Men hozir doim o'zimdan bu ishni Peter Lynch bo'lgan bo'lsa, qanday qiladi yoki Donald Trump, Warren Buffett, George Soroslar bo'lgan bo'lsa qanday qiladi deb so'rayman. Mening ularning ideyasiga ishkirlab kiralishimdagi birdan-bir yo'l ularning o'sha so'zlarini to'liq kamtarlik bilan o'qigan yoki anglaganligimda desam bo'ladi. O'zini qaltis chaqlaydigan yoki poyitib yuradigan kishilar hamisha o'ziga bo'lgan ishonchi kamchil bo'lganlikdan xatarga tavakkul qilolmaydigan kishilardir. Agar siz ma'lum yangi narsalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ba'zi bir xatoliklarni sodir qilishdan xoli bo'lolmaysiz. Shundaq bo'lganda, ondan o'zingiz o'rganmoqchi bo'lgan narsani to'liq tushuna olasiz. Agar siz mushiyagacha o'qiy olsangiz, sizda o'zingizni qaltis chaqlash masalasi mavjud bo'lmaydi. Chunki o'zini qaltis chaqlaydigan kishilar intayin oz kitob yoki plastinka setib oladi. Bu nima uchun? Chunki ular o'zlarini hammadan ustun chaqlaydi. Ma'lum yangi ideya koni tafakkur usulini inkor qilgan chaqda nurg'ulg'an aqlli odamlar tabiiy holda o'zlarini oqlaydi. Bu xil ahvolda ularning atalmish aqlliqligi va qaltisligi nodonlikqa barobar bo'ladi. Oramizdagi nurg'ulg'an kishilarmi oliy tarbiya olgan ham o'zlarining xeyli aqlli ekanligiga ishonadi. Lekin ularning mol-mulk qarz hisobi to'limi qolaymaqan. Haqiqiy aqlli kishi yangi ideyani olqishlaydi, chunki yangi ideya koni ideyani beyitida emasmi? Anglash so'zlashdan muhim. Bo'lmasa Tangri bizga ikki quloq, bir og'iz bermaydi. Ko'plagan kishilar so'zlashni yaxshi ko'rdi-yu, anglashni yaxshi ko'rmaydi. Bunda qilish texmi ko'p yangi ideya qabul qilish va ehtimollik fursatidan voz kechganlikdir. Ular masalani muhokama qilishga omroq. Ammo masala qo'yolmaydi, ham boshqalarning fikriga quloq solmaydi. Men boyligimga yiroqni ko'rarlik bilan pozitsiya tutishni yoqtiraman. O'sha lotereya tatquchilar va qimorbozlarning tezli beyish qarshiga ishonmayman. Men qisqa mezgillik poychika savdosi qilishni xohlayman. Lekin yiroqni ko'zda tutganda tarbiyalanishga ko'proq ahamiyat beraman. Agar siz aeroplan haydamoqchi bo'lsangiz, men sizning bevosita aeroplanning roliga o'tirmasdan oldi bilan uchishga oid darslarni anglab yiqishingizni tavsiya qilaman. Ba'zilar poychiki yoki uy mulki mablag' soladi, lekin azaldan o'zlarining eng zo'r boyligi bo'lgan kollasiga mablag' solmaydi. Men buningdan bakma hayron. Siz ishga yurish, uy setib olish bilan uy mulk kasbi jihatda mutaxassis bo'lib ketolmaysiz.